Assalomu alaykum barchaga. Oqchopon podkastimizda navbatdagi soni, bugungi 4-sonimizda bizning mehmonimiz Bugungi mehmonimiz pediatr, neonatolog, shifokor Ergasheva Mushtariy Ma'murovna bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. kelibsiz, Ma'mur opa. Xushvaqt bo'linglar. Bola raddomda adashib qolish ehtimoli qanchalik ko'p hozirda? Shu muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni qutqarib qolish maqsadida neonatologiya dunyoga kelgan desak ham bo'ladi. Mana chet elda meditsinasi zo'r, bizda hammasi rasvoda. Просто ular pul tikadi. Mablag' tikilgandan keyingina rivojlanadi. Bolam bezovta deb kelishadi, kolika deyishadi. Hatto bu yildan kolika tashxisi atamasi ofitsialni yo'q bo'ldi-da. Infant distress sindrom deyildi. O'zi bola tug'ilgandan keyin bola onani qorniga yotqizilishi kerak. 6 soat borda butun dunyoda bilishadi. Bizning mamlakatimizda ham zo'r bilishadi, faqat qilishmaydi. Sigir ustuniki zo'r, sigir bolasi uchun ishlab chiqarilgan-da. Inson o'g'isi, inson bolasi uchun ishlab chiqarilgan. Sutni ko'paytiradigan yagona omil bu faqat bola. Ya'ni bolaning emishi. Tushundingmi? Ya'ni bola yig'lashi kechasi masalan necha oylikkacha o'zi normal. Onalar kun sanashadi-da, 3 oy desam, masalan 3 oy bo'lishiga 1 oy qoldi deydi-da. Biz bu urushda yutqazdik allaqachon-da. Sun'iy aralashmani ishlab chiqaruvchilariga allaqachon yutqazdik. Gazli ichimlik ichsang, bolangni ham qorni damlab qoladi deyishadi-da. Emizikli ayolni homilador bo'lishi va emizishni davom etishi na o'ziga, na homilasiga, na emayotgan bolasiga zarar qilmaydi. Assalomu alaykum barchaga. Oqchopon podkastimizda navbatdagi soni, bugungi 4-sonimizda bizning mehmonimiz Bugungi mehmonimiz pediatr, neonatolog, shifokor Ergasheva Mushtariy Ma'murovna bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. kelibsiz, Ma'mur opa. Xushvaqt bo'linglar. Hormay, qiynalmadingizmi? Manaka yozni chillasida, issig'ida sizlar uchun podkast olyapmiz va bugungi mehmonimiz o'zlari neonatolog. O'zi neonatolog kimlar? Shu haqida batafsil aytib bersangiz auditoriyaga nima bilan shug'ullanadi? Unchalik mashhur emas termin bizda hali O'zbekistonda. Ko'pchilik bilmaydi. Ilgari bu termin bo'lmagan. Pediatr ko'pchilik biladi, lekin neonatologni hamma ham bilmaydi. Oldin qanaqa atashgan neonatologni odamlar xayolida qanaqa inson keladi neonatolog deganda o'zi bizada? Neonatolog o'zi tug'ilgandan boshlab 28 kunga to'lgungacha bo'lgan chaqaloqni shifokori, ya'ni uni ilk shifokori, istalgan insonni ilk shifokori neonatolog bo'ladi. Oldin bu mikropediatr deyilgan. Da, biz yoshligimizda mikropediatr deyilardi. Ya'ni oldin tug'ruqxonalarda neonatolog degan pozitsiya bo'lmas edi, faqatgina mikropediatr bo'lar edi. Neonatologiyani rivojlanishi qaysidir juda ham badavlat bo'lgan insonni farzandi muddatidan oldin tug'ilib, uni qutqarib qolisha olmagandan boshlangan. Ya'ni katta odamlar tushunganki, pediatrlarni o'zi yetarli emas ekan. Chaqaloqlar, mana o'g'lim tug'ilganda 20 yosh hozir. Tug'ilganda hamma qarindosh urug'lar uni ko'rib, voy, otasini 10% kserokopiyasi ekan deyishgan, kopiya bo'lgan. Lekin yangi tug'ilgan chaqaloq katta insonni 10% kserokopiyasi emas. U butunlay boshqacha, ya'ni boshi, tanasi, qo'l-oyoqlarini proporsiyasidan boshlab, uni ichki a'zolarini faoliyatigacha hammasi butunlay boshqacha. Shuning uchun shu muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni qutqarib qolish maqsadida neonatologiya dunyoga kelgan desak ham bo'ladi. Va neonatologiya hozirda biz o'z vaqtida tug'ilgan bolalar bilan shug'ullanadi. Bir qismi muddatidan oldin tug'ilgan va ular ham bo'linadi. Demak, kichik vazn bilan va o'ta kichik vazn bilan, ya'ni 1 kilogacha bo'lgan tug'ilgan bolalar ham bor va ular butunlay boshqa olam. Masalan, 600 grammli bolani parvarishi va 1 kilo 700 tug'ilgan bolani parvarishi butunlay boshqa. Shuning uchun neonatologiya atiga 28 kunni o'z ichiga olsa-da, ichi shu darajada murakkabki, bitta neonatologni yetishtirish, sifatli neonatologni yetishtirish hamma o'quv muassasalariga va Sog'liqni saqlash vazirligi juda qimmatga tushadi. Aslida va butun dunyoda ko'p chetroqdagi tug'ruqxonalarda neonatolog hattoki yo'q. Agar bu fiziologik normal tug'ruq va o'z muddatida tug'ilgan bola tug'iladigan bo'lsa, u yerda bu bilan faqat pediatr shug'ullanadi, chunki neonatolog
qimmat soha, ya'ni uni yetishtirish qimmat. Shunaqa. O'shaning uchun siz aytdingiz, bu o'sha rosta kasm keys qaysidir boy odamni Bu rosti o'sha bola, demak erkatoy bola hozir ham yashayaptimi yoki o'sha ancha oldingi paytda bo'lgan bir yo'q, narsa? qutqarib qolisholmagan va Qolisholmagan da. bola. Shundan keyin ya'ni bilasizlar-ku, istalgan soha rivojlanishi uchun nima kerak? Pul, tadbirkorlar unga Mablag' e'tibor kerak, qaratishi ha. Shuning uchun shu imkoniyati bor insonlar bu sohani rivojlanishiga o'zlarini moddiy hissalarini qo'shishni boshlagandan keyin bu hissa yaxshi soha yaxshi rivojlanishni boshlagan. Haqiqatdan o'zi ilm fanni rivojlanishiga iqtisodda o'rni juda katta-da. O'shani puldor odamlar, olimlarga pul tikkan sari ilm fan rivojlanib boradi. Har nima shunaqa bo'lgan. Shunda meditsina biznesga aylangan deyishganda hayron qolaman. Agar shunaqa bo'lmasa, mablag' tikilmasa, u rivojlanmaydi, shunchaki rivojlanadi. Keyin hammamiz o'ylab, mana chet elda meditsinasi zo'r, bizda hammasi rasvoda. Prosta ular pul tikadi. Mablag' tikilgandan keyingina rivojlanadi. Bu soha shunday va umuman olganda neonatologiyani Instagramda yoki ijtimoiy tarmoqlarda mashhur qilgan shifokorlar pediatr deb yozilganlari ham ko'pi asli neonatolog bo'ladi. Pediatriyani ko'proq xalqqa yetkazish bilan adashmasam neonatologlar shug'ullanadi ijtimoiy tarmoqlarda. O'zi Adashishim mumkin. shunaqa yo'nalish bormi o'zi? Masalan, neonatolog bo'lish uchun, masalan, magistratura bo'limi yoki ordinatura aynan neonatologiya bo'yicha yoki pediatriyani ichidagi bir bo'limmi bu? Endi umuman olganda terapevtik yo'nalish hisoblanadi, lekin xirurgik ishni ham bajaradi. Masalan, mana sizlar shifokorsizlar, bilasizlar, terapevtik yo'nalishda, ya'ni o'sha terapevt, nevrolog ketadi yoki bizda pediatriya ketadi, a xirurgikka reanimatsiya, anesteziologiya ham kiradi. Правильно? Chunki u yerda ba'zi bir muolajalar, ya'ni tana naqasi buzilishi bilan amalga oshiriladi. Lekin neonatologlar reanimatolog ishini bajaradi. Ya'ni o'sha masalan sentrovenos kateter qo'yishda buni terapevtik yo'nalishga mumkin emas, xirurgik yo'nalish bajaradi. Shuning uchun qanaqadir bu neonatologiya soha pediatriyani bir qismi bo'lsa-da, xirurgik sohani ham bir qismini olgan. Shunaqa. Hozir mana aytdingiz, odamlar ko'pchilik o'ylashadi-da, mana biz o'zi nima uchun pediatrlik kerak? Shu bolalar ham xuddi odamlar kichkinasi emasmi? Boya aytganingizdek, infantil kserkopiyasi bor-ku. Endi yana bitta savol tug'iladi. Shu 28 kungacha bo'lgan chaqaloq bilan 28 kundan keyingi bolani ham farqi bormi qanaqadir? Shu nimaga ikkita doktor kerak? Shu farqlarini tushuntirib bering. Aynan qiziq joylari qanaqa farqi bor? O'zi bola bilan katta odam qanaqa farqi bor? Keyin kichkina chillasi chiqmagan chaqaloq bilan hali kattaroq bolani, chaqaloqni qanaqa farqlari bor? Ancha farqlari bor. Farqlar nimadan iborat bo'ladi? Chunki bola antinatal deymiz, ya'ni tug'ruqdan oldin boshqacha sharoitda yashaydi. Ya'ni homilalik payti bor, u tug'ilgandan keyin uni bolalik payti boshlanadi. Homilalik paytida u butunlay boshqacha sharoitda yashaydi. Ya'ni u qorong'ilikda, suvni ichida, nafas olmay, qorni ochmay, hamma narsa 24 soat kindidan kelib turadi, ichak hali ishlamaydi. Qanaqadir harakatlar bor, lekin baribir boshqacha hayotda, ya'ni fizika qonunlari ham u yerda boshqacha ishlaydi. Lekin u tug'ilgandan keyin o'ta yorug', o'ta shovqin, o'ta sovuq, uni ustiga juda ham ko'p virus, bakteriyalar uni ataka qiladi. U doimo ana qo'l oyog'ini qimirlatsa ham bachadonga tekkan, u doimo tayanchni his qilgan. Endi qo'lini undoq qilsa ham qanaqadir bo'shliqqa uchib ketadi-da, gravitatsiya va hokazo. Ya'ni uning yangi tug'ilgan chaqaloqda hayoti asosan bu dunyoga moslashish bilan davom etadi va moslashish davri bo'lgani uchun ham uni hamma tizimlari, например, yuragi ikkinchi кругообращение, kichik qon aylanish doirasi ishlamagan. Endi u funksiya qilishni boshladi, qorni ochishi boshladi va hokazo, ovqat hazmi boshlandi, najas chiqarishi boshladi, peshobi kamaydi, oldin peshobi ko'p va hokazo, hattoki terisi, u suvni ichida yashagan, endi quruqlikda yashaydigan teri o'shancha bir qator terisi to'kiladi. Shuning uchun hattoki 28 kundan keyingi bola bilan 28 kundan oldingi bolani farqi, u ko'proq moslashayotgan, bu nisbatan moslashgan bo'ladi. O'zi nega aynan 28 kun? Nima borki 28 kun deb belgilangan? To'rt hafta. To'g'risi buni o'ylab ko'rmagan ekanman. Yaxshi savol. Bilmagan narsam bilmayman. Pul yetmay qolganda bu yoqqa o'tib Ya, mana shu 4 hafta bo'lsa kerak, balki 7 kere 4 28 bo'ladimi? 4 hafta. 4 hafta bo'lsa kerak. nima uchun 28 kunlik? Yo'q, hoynahoy buni qachon
yillardir o'qiganman, naверное, bu narsa уже esimdan chiqqan. Lekin 28 kun shunaqa farqi bor. Bunda demak neonatologlarni xalq tilida aytganda chilla doktorlari deb aytsak ham bo'larkanda. Chilla Bo'ladi. periodida qaraydigan shifokorlar. Chillada bolamiz kasal bo'lib qolsa, demak neonatologga borgan eng yaxshisi agar og'ir kasal bo'lib qolsa. Bizada ko'pchilik Shunaqa. pediatr deb tushunadi-yu. Mana pediatr, Ha. pediatr, pediatr. 28-kungacha neonatolog. Ha, yo'q. 28-kundan keyin pediatr deb Neonatologga tushunsa borgani yaxshiroq ekan emas, o'zi neonatologga boriladi ham. O'zi istalgan tug'ruqxonada 1 oygacha bola bizniki deb chiqaradi-ku. E'tibor berganmisizlar, 1 oygacha muammo bo'lsa o'zimizga olib Random kelinglar gaplar. Da, shunaqa deyishadi va umuman olganda pediatrlar chaqaloqni uncha yaxshi tushunmaydi va hattoki qo'rqadi. Chunki ishlagan birinchi ish faoliyatim boshlagan paytimda statsionarda bizda demak chaqaloqlar bo'limi bo'lardi, patologiyasi, pediatriya bo'limi bo'lardi va ikkita priyomniyda, ikkita kabinet ro'pparama-ro'ppa, hattoki 2 oylik, ba'zida 3 oyligiga yaqin bola kelib qolsa ham bizga kirgizishardi, хотя уже pediatrический. Chunki baribir u bola ancha boshqachada. Mas'uliyat katta bo'ladi. Uni fiziologiyasi boshqacharoqda. Shuning uchun hattoki pediatrlar chaqaloqlardan qo'rqadi ham, yaxshi tushuna olmaydi ham. Gap yo'q. Zo'r. Shu chilla dedik, mana qanaqa o'zi chilla, o'zi tibbiy jihatdan ham bormi chilla degan narsa? Biza xalqimizda bor, chilla 40 kun. Mana neonatologiya davomimiz примерно 40 kunga yaqin 28 kun deyilyapti. Qanaqadir demak chillaga tibbiy ko'rsatma ham bormi? Agar bor bo'lsa, qanaqa u tibbiy jihatdan chilla qanaqa bo'lishi kerak? Umuman olganda o'ylaymanki, tibbiyot ham hayotdan olingan-ku. Ya'ni hayotimiz mobaynida bizga kerak bo'lgan xizmatdan tibbiyot kelib chiqqanda va tibbiyotda rasmiy ravishda chilla degan narsa bo'lmasa-da, lekin o'sha xalq tilimizdagi chilla o'zi insonni rivojlanish etaplaridan kelib chiqqan deb o'ylayman. Aynan 40 kunda bolada to'yinish hissi paydo bo'ladi. Ya'ni bola to'yganini bilmaydi deydi-yu, rostdan bor narsa 40 kungacha to'yganini bilmaydi. Unda to'yinish hissi ona ustidagi katekolamillar yordamida shu his paydo bo'ladi. Bitta shuni oladigan bo'lsak, endi bunaqa aspektlar ko'p, bitta shuni oladigan bo'lsak, haqiqatda chilla bor narsa. Qanaqa shu to'g'ri o'tkazish kerak? Misol uchun biz xalqimizda chillada har xil juda bir miflar bor. Ko'chaga chiqmaslik kerak, Uyga begona ostonada kelish kerak emas. chiqmaslik kerak. Bolani Yana ehtiyot qilib. kechasi qorong'i Uyga begona kelish kerak emas. Qiziq. qorong'ida olib chiqish kerak emas. Qorong'ida ko'chaga olib borish, har xil narsalar bor. Qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri tibbiy jihatdan shuni tushuntirib bersangiz, shu biz onalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, iloji boricha shu haqiqiy o'sha tibbiy jihatdan mos chilla saqlashsa. Umuman olganda chillani o'zim ona suti mutaxassisi sifatida, neonatolog sifatida, 4 farzandning onasi sifatida va perinatal psixologiyani o'qib izlanib doim o'rganadigan mutaxassis sifatida ayta olishim mumkin. 40 kun chindan kerak, chilla kerak. Chillani maqsadi ona bolani maksimal birga vaqt o'tkazishi va onada laktatsiyani yaxshilanishi. Chunki shu bola tug'ilgandan keyin o'zini ovqati bilan tug'iladi. Ya'ni unga do'konga borib narsa sotib olib, nimadir pishirib berib, saqlab yedirishni keragi yo'q. Uni ozuqasi o'zi bilan birga tug'iladi va bu jarayon, ya'ni laktatsiya bu jarayon u bittada bor bo'lib qolmaydi, bittada yo'q bo'lib qolmaydi. Ya'ni ba'zi ayollar aytadi-yu, siqiluvdim, sutim qochib ketdi deb. Bu qisman to'g'ri, lekin asosan noto'g'ri. Ya'ni bu doimo jarayon, asta-sekin, где-то bola 1,5 oy o'sha 40 kungacha, ba'zida 2 oygacha ham davom etishi mumkin. Bu jarayon установиться qilish kerak. Ya'ni laktatsiyamiz bola 2 yil mobaynida sutga to'yini olishi uchun bu jarayonni biz boshida bir yo'singa solib olishimiz kerak va bu davrda ona bola vaqtini maksimal birga o'tkazish kerak. Shu nuqtai nazardan chilla saqlash yaxshi deb o'ylayman. Bu yerda maqsad ona bola doimo birga bo'lsin. Va shu davr ichida ona ham nisbatan tiklanadi, u ko'proq dam oladi. Uni vazifasi bolasini qornini to'ydirish, bolasi bilan birga bo'lish bo'ladi. Bolani vazifasi onani sutini ko'paytirish, o'ziga ozuqa qilish-da va onasini yordamida bu dunyoga moslashish. U 9 oy onani qornida bo'lgan va u tug'ilgandan keyin ana bolani 9 oy qorinda, keyin 9 oy qo'lda ko'taramiz. Chunki inson o'zini rivojlanishida biz mana vrachmiz, evolyutsiya bor-da. Va biz evolyutsiyamiz mobaynida biz o'zimizga ustuvor yo'nalish qilib miyani rivojlanishini olganmiz. Agar
chista ilmiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir mavjudotlar muskullari nogan, ba'zi bir mavjudotlar yana nimadir. Bizda miya, lekin miya uzoq rivojlangani uchun bizni farzandimiz o'ta zaif tug'iladi. Kasal emas, zaif tug'iladi. U tug'iladi-yu, masalan, ba'zi bir mavjudotlar tug'iladi-yu, tiq 2 soatdan keyin yurib keta oladi. Bizniki unaqa emasda. Shuning uchun miya yaxshi rivojlanishi uchun ona sutining o'rni juda ham katta va bu sutni ko'paytirish uchun ona bola doim birga bo'lishi kerak. Shunda onani laktatsiyasida ishtirok etadigan gormonlar yaxshi ishlab chiqariladi. Bola o'zini himoyalangan his qiladi. Chunki u onani qornida boshqacha mamlakat deyapman. Onani ichi boshqacha mamlakatda. Shuning uchun chilla kerak deb o'ylayman. Qanaqa buni xatolar bilan kelishadi? Siz oldingizga, misol uchun, ko'p kelsa, shu chillani noto'g'ri saqlagani uchun bolasi kasal bo'lib qolib kelsa kerak balkim. Onalar qanaqa xatolar ko'p bo'ladiki, kasal qilib qo'yishadi bolani chillada yoki nimada noto'g'ri ishlar qilishadi? Eng ko'p chilladagi xatolarni aytib bering. Eng ko'p xatolar bu xatolarga ham ba'zida biz vrachlar sabab bo'lib qoladi-da. Shunga xafa bo'lib ketasan. Masalan, soat sayin bolani emizish. Birinchisi bu soat sayin, ya'ni har monchada sutini berish kerak. Bo'lmasam bola bo'kib qoladi. Va bolani bo'ktirib qo'yishdan qo'rqib och qoldirib qo'yishadi. Bolada asab tizimini yetilmagan dedimki, ularda tormozlanish reaksiyalari sekin ishga tushadi. Masalan, bizda qo'zg'alish reaksiyalari bor, tormozlanish va chaqaloqda qiyin ishga tushadi-da. Misol uchun avtoulovga ko'pincha o'xshataman. Agar ikkita pedali bor, gaz, tormoz desak, tormoz ishlamasa, gazni bosirsa jung ketaveradi. Biron devorga borib urilmagungacha to'xtamaydi. Chaqaloqda taxminan shunaqa. Tormoz ishlamaydi. Sekin asta, ya'ni miya 25 yoshgacha rivojlanadi. O'shancha kichkina bolalar 3 yoshda ham bir yig'lashni boshlasa, og'zini katta ochib olib, "Ne bu yig'layapti? Shunga ham yig'laydimi?" deb ota-ona qiladi. Ya'ni tormozlanolmagani uchun u birinchi belgi beradi. Qorni ochdi, qiladi. Oyisi, "Hali 2,5 soat bo'lmabdi, hali 3 soat bo'lmabdi" deydi. Kutamizda. U sal ko'proq beradi, sal ko'proq. Potom уже shunaqa chirillab yig'lashni boshlaydi, keyin bolam bezovta deb kelishadi. Kolika deyishadi. Hatto bu yildan kolika tashxisi atamasi ofitsialniy yo'q bo'ldi-da. Infant distress syndrome deyildi. Вот. Все-таки shunchaki vaqtida ovqatini berish kerak edi. U shu darajada manada atigi 1 daqiqada mana dan boshlab chirillab yig'lab yuborishim. Tormoz ishlamaydi-da. Уже ko'krak bersa ham bola ololmaydi. Aytishadi, u yig'laganda olmaydi, bersam ham qorni ochmas shekilli. Olmayapti emas, ololmayapti. U shu darajada zo'r qilib ketdi asab tizimi, что уже ko'krakni ololmay qoladi. Bitta shu narsa soat sayin, soat emizing degan tavsiya onani ham bolani ham hayotini bu chaqaloq yig'lagandan keyin besh oilani hayoti buziladi-yu. Bitta mana shu misol uchun. Qo'ysanmi deb baqirishadi. Yo'q, masalan bo'ladi. Yana ikkinchi noto'g'ri tavsiya bolaga qarab berib turish. Aslida bolaga qarab berib turish kerak emas. Onani qo'lini yumushlaridan bo'shatish kerak. Misol uchun osh-ovqat qilyaptilar-da, onada bolani ich keldi, tagiligini alishtirishga yoki qorni ochib qoldi. O'shanda ona hozir mana 2 daqiqa suv sovolaman, и всё, bolani emizaman. Yo'q, u 2 daqiqaning ichida уже avjiga chiqib ketdi. Endi o'sha 20 minutda pishib kerak bo'lgan ovqat 2 soatda ham pishmaydi. Undan ko'ra qozon tagini o'chiramiz, bolani birinchi emizamiz, uni tinchlantirib olamiz. Keyin butun umr bunaqa qilmaydi. Bola sekin rivojlanadi. Moslashish davri faqat shunaqa. Demak, yig'lashdan oldin olib qo'ygan yaxshi. Bolani tilini o'rganish kerak. Uni zaboni yo'q-ku, u aytolmaydi. Например, qulog'im taxlanib qoluvdi, shapkani ichida мне некомфортно, mama, поправьте deya olmaydi-da. То есть u qorni ochganda boshqacharoq belgi beradi. Peshobga chiqqisi kelganda, najasga chiqqisi kelganda, uyqusi kelganda, joni og'riganda, sekin-sekin onasini bolasi bilan постоянно vaqt o'tkazsa, shuni ilg'ashni boshlaydi. Tushunadi. Rost gapmi shu rostdan? Yig'laganda ham ba'zi sababga ko'ra mana ich kelganda boshqacha yig'laydi, qorni ochganda boshqacha yig'laydi. Uni tushunsa bo'ladigan gap rost. 28 kunlik farzandingiz bormi? Ha. Yo'q, men endi misol uchun sezyapman, sal o'zgarish bor, lekin bu qanchalik ilmiy asoslangan misol uchun bu narsa.
Agar shunaqa bo'lsa, nima uchun haligacha anaqa telefonga programma yo'q, bundoq qo'yib turib tarjima qilib oladi? Chunki biz o'ta individualmiz va umuman olganda tibbiyot hozir personifitsirованный tibbiyotga qarab ketyapti. O'ta individual bo'lganimiz uchun ikkita bir xil inson bo'lmaganda ikkita bir xil belgi ham bo'lmaydi. To'g'ri, qisman o'xshatib yuborishimiz mumkin. Ikkita bir xil ona bola naqasi juftligi yo'q. Har bitta ona bola individual va har bitta bola o'zini belgisini beradi va shu ona uni tushuna oladi. Uning uchun doimo vaqt birga o'tkazish kerak. Shuning uchun bu ham bitta o'sha noto'g'ri chillalik davrimizni buzadi ekan. Keyingisi tug'ruq haqida aytgan bo'lardim. Tug'ruqda o'zi bola tug'ilgandan keyin bola onani qorniga yotqizilishi kerak. 6 soat borda butun dunyoda bilishadi. Bizning mamlakatimizda ham zo'r bilishadi, faqat qilishmaydi. Shu 2 soat onani qornida yotganda bola tug'ruq paytida his qilgan og'riqni 74% ga kamroq his qilishi boshlaydi. Va bola u biladi-da, bizda genetik xotira bor-ku, mana necha ming yildan beri insoniyat bor bo'lsa, shuncha paytdan beri genetik xotira o'tadi. Bola onani qornida tug'iladi, onani qornida yotish kerak edi. Mana shu narsa bo'lmaganda bola o'ylaydi, onam o'ldi deb o'ylaydi. Onam o'ldi, значит, я тоже o'laman. Bolada bu mana shu stress, chunki tug'ruqda ayol qancha og'riq his qilsa, bola ham xuddi shuncha og'riq his qiladi. Может, undan ko'proq. Chunki onada faqat tanasi og'riyapti, uni kimdir itarib haydayapti-da, o'zini doimiy hayotidan "Davay marsh отсюда" deb haydayapti. Shuning uchun mana shu 74% ga kamaymagandan keyin bu bola bezovtaroq bo'ladi ham. Shuncha kesarovandan keyin ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yoki tabiiy tug'ruq, bolani o'zi manaqada bola tug'ilgandan keyin 2 soatdan keyin uni vazni tortiladi. 2 soatdan keyin u kiyintiriladi. Bizda 5 minutdan keyin shu naqani kindiyda kesib olgandan keyin bizda to'g'ri tug'ruq ko'p, ishlari ko'p, tushunaman. Shu tezroq bu galochka qo'yildi, bu chaqaloq bilan ish bitdi, keyingisiga o'tdik bo'lib qoladi-da. Bu rutinaga aylanib ketgandan keyin bu normaga aylanib qoladi va hamma qonun qoidani 28 kun nimaganligi esimdan chiqib qolganda ularda ham esidan chiqib qoladi. Shuning uchun bu ham yana bitta xato. Shuning uchun bizda bezovta bola bo'lishi ham mumkin. Lekin bizda ham sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti shekilli. Chunki bizda haqiqatda qo'yildi. 2 soat hech kim tegmadi, hech kim o'lchamadi ham rostdan ham 2 soatdan keyin o'lchashdi. Bu narsa yo'lga qo'yilgan. UNICEFga rahmat. UNICEF bu necha yil bo'ldi? 10-yillardan oldinroq boshlaganmi? Shu O'zbekistonga sipaplar, shu naqalar apparatura kirib kelganda, neonatologiya ham zo'r rivojlanishni boshlaganda bu narsa bor edi. Lekin o'sha payt o'qiganlar yo dekretga ketdi, yoki-da ishdan chiqib ketdi, yo faoliyatini tugatdi. O'sha paytda o'qimaganlar ishga keldi. Shuning uchun mana shunaqa kasha bo'lib ketdi. O'ylayman, bizda tibbiyotimiz mamlakatimizda dunyo miqyosida bo'lish uchun taxminan 10-15, borgan 20 yil bor. Bitta pokoleniya hamma pensiyaga ketib, ikkinchi pokoleniya ham pensiyaga ketib, yangi tibbiy ma'lumotlar bilan o'qigan avlod hammasi ishga kelgandan keyin ularni tepadan turib olib yangi kelgan doktorga, nima, o'qishni bitirib keldim, nimani ham bilarding deydigan odam bo'lmagandan keyin hammasi joyiga tushsa kerak. Sizlar как yosh shifokor sifatida sezsanglar kerak avtoritetlarda davleniyasini. To'g'ri. Qo'shilaman. Bu narsa bor. То есть bu yana xato. Bunaqa xatolar ko'pda hozir. Nega mana shunaqa xatolar, masalan, bu narsalar masalan endi paydo bo'lib qolgan narsalar emas-ku. 20 yil oldin, 30 yil oldin masalan chiqqan narsalar. Nega hozir masalan Toshkentda boshqacha protokol deya olmayman, boshqacha yondashishadi bolaga, viloyatlarda boshqacha, chekka qishloqlarda boshqacha degan hamma o'sha medinstitut bitiradi-yu. Mana shunaqa savol xalqni qiynaveradi-da. Sizlar deydi vrachlar kelishib olmaysizlarmi? Bitta joyga o'tirib, bitta konsilyum qilib, hammalaring gaplashib, bitta narsani aytsalaring bo'lmaydi. Bittasi chiqib A deydi, bittasi chiqib B deydi. Mana shunga fikringiz qanaqa? Nima yechim bor mana shu narsaga? Nima qilish kerak? Yoki bu tibbiy bosqichdan boshlanish kerakmi? Yo abituriyentskiy bosqichdan o'rgatish kerakmi? Yoki bo'lajak vrachlarga yoki shifokor bo'lib chiqqandan keyin hamma har xil narsalar bilan band, hamma har xil narsalarni biladi degan savolni xalq berishadi-da. Birorta bir yechimingiz bormi shu narsaga? Yechimini aytib bo'ldi. Bundan oldinroq 15-20 yil kerak deyapman. Hamma media institutni tamomlagan bilan mana sizlar tamomladinglar. Sizlarga ona suti haqida qanaqadir ma'lumot berildimi? O'qiganmiz, ba'zi. Tug'ruqdan keyingi chaqaloqda yangi tug'ilgan chaqaloq stabilizatsiyasi bo'yicha protokolni o'qidinglarmi? Mana institutni tamomladik. Pediatriya o'qimaganmiz. Ozgina o'qiganmiz. Hatto yangi ma'lumotga ochiqmiz.
kimdir Ha. etsa, yaxshi o'rgatsa, Xo'p, masalan, olishga demoqchimanki, ochiqmiz. institutda bu narsa o'qitilmaydi. Institutda bilasizlar-ku nima o'qitiladiki, kim qaysi Asosiy narsa. yo'nalishda spetsializatsiyada ketsa, bu. Uni ustiga bu shifokorni o'ziga ham bog'liq. Ikkinchidan, bizda protokollar, mana Sog'liqni saqlash vazirligini saytiga kirsanglar, juda ko'p kasalliklar bo'yicha protokollar bor. Savol, nechta doktor u saytdan foydalanishni biladi? Neonatal protokollarda aksariyat qismi dunyo standarti bilan bir xil. Вообще o'ylayman, O'zbekistonda vest tibbiy sohani hamma nishalarning ichida imенно neonatologiya dunyo miqyosida protokollar bir xil. Почти hammasi zo'r rosa ham. Faqat kim ular bo'yicha ishlayapti? Вот этот savol, da, kim? Masalan, siz chekka qishloq deysiz, Toshkent deyapsiz, lekin Toshkent o'zida mana bitta dejurstvaga polностью shu protokollar bo'yicha isbotlangan tibbiyot bo'yicha ishlayotgan komanda bo'ldi. Ya'ni shifokori ham, akusherkasi ham, hamshirasi ham shu bo'yicha, ya'ni ginekologi ham, neonatologi ham shu bo'yicha ekan. Boshqa dejurstva ertasiga boshqacha vrachlar bo'lib qoldi. Tushunyapsiz-da, nima uchun bunaqa? O'shaning uchun o'ylayman, bunga vaqt kerak. Mana hozir bitta rosa ham assotsiatsiya qilishim to'g'ri emas, lekin 5 yoshli farzandim kecha kuni bitta darsga borgandik, u ham biz bilan edi. O'yinchoq kuchugini olganda, ustozda 3 minutli naqasi bor, soatli, qum soati bor ekan, cheti bunaqa pushtirangi haligini olib, kuchukchasiga mundoq qilib o'tiribdi. Mundoq qaradim. Nima qilyapsiz qizim desam, "Это твоя собачка или твоя ляля?" desam, "Это моя собачка" deyapti. Ya'ni как будто bolachani sut bilan butilka orqali ovqatlantirdik. Yig'lagim kelib ketdi. Bu ya'ni bu sun'iy aralashma bilan ona suti targ'ibotida biz yutqazdik-da. Ya'ni biz hammamiz yutqazib bo'ldik allaqachon. Bu qizim umrida butilka ko'rmagan. 5 kunligida ko'rgan, shu bo'yi ko'rmagan. Qattan deyapman-da, ona suti mutaxassismi, risk rosa ham yuqori. Qachondir kelajakda o'zini farzandlarini to'liq ona sutida oziqlantira olmasligiga. Вот мне так sильно shunaqa yig'lagim keldi. Biz allaqachon yutqazdik. Целый avlodlar o'syapti. Ular ko'ryapti kliplarda, multfilmlarda, shortslarda, kitoblarda, reklamalarda qanaqa qilib onalar bolasiga butilka bilan ovqatlantirar ekan. Ular uchun miyasida bolaligidan bu norma bo'lib ulg'ayapti-da. Ular uchun bolasiga ona bo'lganda butilka berish norma bo'ladi. Ona suti bilan bolani oziqlantirish norma bo'lmaydi, u qo'rqinchli bo'ladi. Chunki men mana kurashmay o'zimni ona suti advokatiman deb ko'pincha aytayman. Hamma joyda ona sutini oq bayroq ko'tarib olib himoya qilib yuraman. Inogda mamachiqalar kelib, bilaman baribir emizing deysiz, lekin manaqa problema deb kelishadi. Уже sal orqaga chekinyapman-da. Ya'ni u darajada david qilmayapman. Xo'p, keling bo'lmasa ona sutini foydalarini gapirib beraman. Mayli, siz sun'iy aralashma bilan oziqlantirib, uyga borib o'ylaysiz, balkim o'xshab ketar. Уже bunaqa yo'lga o'tdim. Уже unaqa faqat ona suti demayman. Ya'ni bu yerda propaganda katta. То есть Поэтому yangi avlod, tibbiyotda yangi avlod, mana sizlardan keyingilar boshqa dasturda o'qisa, keyin bizni tibbiyotimiz shunaqa bo'lib ketadi. Ya'ni qotib qolgan miyalar уже O'qimaganda asosiysi. Mana aytyapsiz-ku, bola tug'ilganda o'zini ovqati bilan tug'iladi. Lekin men birinchi qilgan ishim radomdan endi farzandim tug'ilganda yangilikni eshitganimdan keyingi qo'limga berilgan retsept bu kasha bo'lgan. Olib kelmasangiz bo'lmaydi, bolangizga kasha berishimiz kerak. Ba'zida ona suti kechikadimi, nimani hisobiga kasha berishadi radomda, va u o'zi normalmi kasha berish, va buni menga neonatolog aytgan. Neonatolog vrach chiqib, mana retsept, mana shu kashadan aynan olib kelasiz farzandingiz uchun degan. O'zi nima hisobiga kechikadi? Da. Shularni tushuntirib bering. Mana shu joyda neonatolog yozib bergan retsept haqida aytishim kerak. O'zbekiston Respublikasini ona sutini muhofaza qilish bo'yicha oldingi 81 или 80 o'sha esimdan chiqib buyruq bordi. U 10-mi, undan oldingi yilda chiqqan bor edi. Hozir yangisi bor. O'tgan yili 10-fevralda chiqqan 36-buyruq bor ona suti haqida. Buni neonatologlar hammasi bilish kerak. Chunki har bitta protokollar, buyruqlar anovi naqalarda, yig'ilishlarda ko'rib chiqiladi. Yig'ilishga kelmagan doktorlar keyin yozadi. Bu bir bola tug'ilishi bilan keladigan birinchi raqamli tagliklar qimmatroq nisbatan brend bo'lsa ham oson qilib sotishadi. Chunki radomga olib borib berishdi, chilla paytida radomdan chiqdi, bundan ishlatishni boshlashdi va onada qo'rquv bo'ladi. Bundan boshqasini ishlatsam, bolani popchkasi qizarib qoladi, tam narsa toshib ketadi, allergiya bo'ladi. Bundan boshqasi yo'q. Bo'ldi, buni qabul qildi. Bundan buyog'iga bola 2 yoshgacha taqadimi, 3 yoshgacha, 4 yoshgacha taqadimi shu brendni taqadi. Xuddi shunaqa sun'iy aralashmalar tug'ruqxonalarga bir marotabalik 30 milligram
millilitr tayinlasa bo'ladigan probniklarni bepul berib ketishadi. Ana bo'lib qoladi-yu, o'zi hamma ona suti uchun, lekin bo'lib qoladi-yu, onani suti yetmay qolsa, kech qolsa shunaqa payti berasizlar deb, tug'ruqxonada foydalanishni boshlagan sun'iy aralashma bilan hoynahoy agar bironta problema bo'lmasa oxirigacha foydalanadi. Shuning uchun vrachlar, neonatologlar yozib berishdi, mana shunaqa problema bo'lsa kerak. Ular vrach bo'ldi, neonatolog bo'ldi degani ona suti mutaxassisi bo'ldi degani emas. Afsuski, mana neonatologiyada o'qiganman. Hozir qanaqa bilmayman, lekin biz paytimizda ona suti bo'yicha alohida darslar bo'lmasdi. Bizda bir marta tema bo'lgan. Ona suti, shu ustozimga rahmat. Bizni kuratorimiz edi. Hammamizga temalar tarqatib ber, referat qilib kelasizlar deb menga ona suti tushgandi. Ko'krak suti, mana qarang, ona suti deyapman. Shuni qilib kelib shu bo'yi shu temani ichida qolib ketib qoldim. Ularga katta rahmat. Dilfuza Erkinova, sizga kattakon rahmat. Вот shunaqa. Ya'ni uzoq muddat, ya'ni o'zi ona suti mutaxassisligi 13 yoki 14-yil o'qiganman. UNICEF tomonidan bepulga hamma u paytda poliklinikada ishlardim. Oilaviy poliklinika shifokorlarni hammasini o'qitgan. Butun respublika bo'yicha o'qitgan. Yonidan ular bizni olib borishardi, dars kechgacha dars o'tardi, bizga obed berardi, kofe break berardi, kitoblar berardi. Rosa ham interaktiv, rosa qiziqarli darslar bo'ladi. Deganman, shunaqa o'qitsa ham bo'lar ekan-da. Boshqa institutda o'qishni xohlamayman, faqat shunaqa UNICEFlarda o'qiyman degan xulosaga kelganman. Juda qiziqarli. Umuman olganda shifokorlar juda ko'pi bu ma'lumotga ega, agar borgan bo'lsa. Endi patsientim qolib ketadi deb, ana yoshlar borsin deb kattalar bormagan bo'lsa, ular bu ma'lumotdan mahrum bo'lgan. Shunaqa. O'zi mana qanchalik normal onani suti 2-3 kun, 5 kun kelmay qolishi juda ko'p eshitganman. Qarindoshlardan, o'zimizda ham bo'lgan, boshqada ham bo'lgan. Bola tug'ildi. 3 kun, 5 kungacha sut kelmayapti. To'g'ri, o'g'iz suti sal kamroq keladi deyishadi. O'zi lekin shu o'g'iz suti ham kelmaydi deb o'ylashadi, ko'rinmaydi, bilishmaydi. Qanaqasiga bu o'zi tabiat tomonidan berilgan bo'lsa, vaqtida kelishi kerak yoki hozirdan juda qanaqa trend bo'lyapti, nimada tabiat o'zgaryapti, kech kelyaptimi sutlar. Ko'pchilik shu sut kechikkan payti boshlashadi semiz, ba'zilar qolib ketadi, ba'zilar chiqib ketadi. Asosan shu raddomdan boshlanib ketar ekanda hammada. Sizni savolingiz bularni savollarni davomi bo'ldi, chunki xuddi shu savolni beruvchi oxirigacha javob bermadi. O'zi bolaga keyin mana shu savolga qo'shimcha, o'zi bolaga qancha muddatdan keyin, tug'ilgandan keyin sut berish kerak o'zi? Birdanigami yoki ma'lum bir soatdan keyinmi berish kerakmi yoki qanchadir muddat bermay turish kerakmi? O'zi shu haqida ham aytsangiz. Bu narsa allaqachon aniqlangan. Bir soat ichida biz attestatsiya topshiramiz. Attestatsiya savollarimiz O'zbekiston Respublikasini savollari 90 minutgacha degan. Birinchi 90 minut ichida. Umuman olganda, raddomning ichida protokollar turadi. Rodzalning ichida hamma yerga katta qilib yopishtirib qo'yilgan protokollar bo'ladi 1 soat ichida. Ya'ni o'shaning uchun ham bolani 2 soatdan keyin vazn tortish kerak dedimda. Endi sut kech qolish bo'yicha, sut kech qolish holatlari bor. Bularni tushuntirib beraman. Lekin o'g'iz suti haqida gapirdingiz. O'zi bola tug'ilishiga emas, homiladorlikning 20-haftasidan boshlab o'g'iz suti hosil bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'sha kolostrumda eng qimmati Germaniyaniki bo'ladi, $70 bo'ladi. Если что, sigir sutini o'g'iz sutisida. Bu inson sutining haqida gap va uning miqdori juda kam. Qanchalik bir-biriga o'xshaydi sigirniki bilan masalan inson. Endi sigir sutiniki zo'r, sigir bolasi uchun ishlab chiqarilganda endi inson o'g'iz suti inson bolasi uchun ishlab chiqarilgan, uni ehtiyojlariga mos ravishda. Nima uchun sigir, men ona suti mutaxassisiman, nima uchun sun'iy aralashmalarga baribir qarshimiz, 100% emas, lekin qarshimiz, chunki u tabiatan sigir suti sigir bolasi uchun ishlab chiqariladi. Uni ehtiyojlari, ularda mushichni emas-da, asosan muskul yig'adi. Sigir bolasi bolaligidan uni ustuvor yo'nalishi massa yig'ishga bo'ladi, muskul. Bizni ustuvor yo'nalishimiz miyani rivojlantirish. Shuning uchun ham sigir sutida oqsil ham ko'proq bo'ladi bolaga keragiga nisbatan, kalsiy ham ko'proq bo'ladi, qolgan, lekin bolani miyasini rivojlantiradigan narsa kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham bu moslashtirilgan, ona sutiga moslashtirilgan sun'iy aralashma hisoblanadi, ya'ni formula. Biz izначально uni
изначально maqsadimizni bilib olishimiz kerakda. Bolaga sut berayotganimizda maqsad nima? Shuning uchun shu. Demak, o'g'il sutimiz miqdori juda ham kam bo'ladi va buni onalar ko'pincha sut yo'q deb baholash. Chunki atigi 1-2 tomchi chiqadi. Lekin birinchi sutkada bola yo bir marta peshob qiladi yoki peshob qilmaydi. Nega? Chunki uni buyraklari hali to'liq ishga tushgan bo'lmaydi. Umuman u endi to'ldi, u shokda hozircha. Buyraklar poka что to'xtab turadida. U moslashib olishga, u oldin nafas olishni o'rganib olsin, uni teshikchasi yopilib, yurak normanda ishlab ketsin-da moslashib. Vot, shuning uchun birinchi sutkada mana 1 kunlik bola 1 marta peshob qiladi, 2 kunlik bola 2 marta, 3 kunlik bola 3 marta peshob qiladi. Unga unaqa 30 millilitr sut kerak emas. Unga o'sha bir necha tomchi yetadi. Lekin bu bir necha tomchida suv kam bo'lgani bilan uni ichida yog', chunki bola deyarli yog'siz tug'iladi. Unda bo'ri jir deymiz, u juda ham kam bo'ladi va u tez ketib qoladi. Yog'dan u energiya qiladi, ya'ni nafas olish uchun, o'zini isitish uchun-da. Yuragi urib turishi uchun, o'sha ozgina yig'lab qo'l oyog'ini qimirlatish uchun energiya kerak-ku, kaloriya. O'shani eritib, parchalab o'shandan hosil qiladi. O'shaning uchun o'g'il suti kam bo'lsa ham u juda yog'li bo'ladi, oqsilga boy bo'ladi. Juda ham ko'p immun agentlar bo'ladi. Axir bola deyarli steril sharoitdan tug'ilyapti. Biz tug'ilgan havomuz steril bo'lmaydi-yu. To'g'rimi? Unda ataka boshlanadi. Virus, bakteriya, prion, parazit hamma narsa atakasi va uni himoya qilish uchun u immun agentlarga boy bo'ladi. Uni ustiga ichida juda ham ko'p o'zak hujayralar bo'ladi. O'zak hujayra o'zak hujayralarda mana autizmda juda yaxshi ko'rishadi o'zak hujayra bilan davolashni. Bitta protsedurasi $10,000. Tasavvur qiling. Shunda o'zak hujayralar bor. Ya'ni bolani organizmi to'ldi, uni, например, miyasiga yoki yuragiga o'zak hujayra nima? Bu institutga kirgan birinchi kurs talabasi. Med institutda u bitirgandan keyin u yo neonatolog bo'ladi, yo nefrolog, yo nevrolog. Ya'ni bolani organizmiga o'zak hujayra kirgandan keyin qayeriga nima kerak bo'lsa, o'shanga aylanib beradi. Это же круто. Bir qoshiq o'sha o'zak sutida 3 million tirik hujayra bor. Ona suti bu tirik hujayra. Bunday olib qarasa, это законная, естественная трансплантация desak ham bo'ladi. Бесплатно. Shunda uni og'iz bilan berishadimi? Og'iz orqalimi yoki? Bola emadi-yu, onani ko'kragidan masalan, chiqadi. siz aytyapsiz, hozir autizmda ham berishadi. Yo'q, u autizmda aylanadi. autizmda boshqacharoq bo'ladi. Yo просто sizlarga korrelyatsiya qilib, Tushundim. assotsiatsiya qilib tushuntirmoqchiman. Поэтому miqdori kam bo'lsa ham bolani ehtiyojini to'liq qoplaydi. Kam bo'lishi ham o'zi bekorga emas, chunki buyraklar hali to'liq ishga tushmagan bo'ladi. Shuning uchun kam bo'lishi normalni va atiga bir necha tomchi chiqadi. Bu normal. Shuni onalar sutim yo'q deb baholaydi. Yo'q, onalar deyishim to'g'ri emas. Mana bunaqa narsada imprinting degan narsa bor, oltin soatda va imprinting ona bolani o'rtasida bo'lishi. Mana bola tug'ildi, onani qorniga yotqizildi, u unda yotadi, u точно biladi onani ikkita ko'kragi borligi. 4 ta emas, 8 ta emas, masalan, ba'zi bir hayvonlarda ko'proq. Unda o'sha genetik xotira bordi. Уже yotibdimi? Ozgina stressi kamayganda unda qilib tepaga qarab harakatni boshlaydi. Bola yalang'och bo'ladi, onani teri kontaktda bo'ladi. Vot o'shanaqa paytda u qanchadir sut ichib oladi. O'sha payt imprinting bo'ladi. Ya'ni bola ko'zchalari bilan onaga qaraydi, ona o'zini ko'zlari bilan bolaga qaraydi. Imprinting ya'ni tanib olish. rasmga olishda bog'lanish. Vot endi agar bu bolani onani qorniga 5 minutga yotqizib, tiqitib olib ketishgan bo'lsa, hozir vazn tortamiz, kiyintiramiz, qo'ltig'ini tagiga bunday qilib yotqizib qo'yishgan bo'lsa, bu yerda kichik tibbiy xodim, u hattoki vrach emas, medsestra emas, akusherka, lekin kichik tibbiy xodim artib yuribdilarda, lekin bundoq qaradilar, oyisi hozir bolangizni beramiz. Voy, sutingiz yo'q ekan deb qo'ysalar bo'ldi haligi ona tamomda. Lekin uni ko'ziga qarab imprinting bo'lib qoldi-da. Unga minnatdor bo'lib ko'zchalari bilan bunaqa qaraydi. Sut уже yo'q, sutim yo'q ekan degan narsaga kelib qoladi. То есть bu yerda onani o'zini ma'lumotli bo'lishi, personalda ma'lumotli bo'lishi juda ham katta rol o'ynaydi. O'ylaymanki, sut yo'q emas, sut yo'q paytlar bor. Ko'pchilikda onalar sutim yetmadi, sutim kelmadi, kech qoldi deganda bu yanglish holat bo'ladi. Ya'ni shu o'zi haqiqatda o'g'il suti kam bo'ladi, 1-2 tomchi doz. O'sha kelganini sezadimi? Sezmay qolishi ham mumkinmi onani o'zi emizganda? U paytda onada shunaqa ko'p og'riqlar bo'ladi, что sezmay qolishi. Ya'ni, смотрите, как вам объяснить? Ayolni ko'kragining uchida nerv tolalari klitordan keyin ko'pligi bo'yicha 2-o'rinda turadi. То есть birinchi marta bolani emizish bu juda og'riqli jarayon bo'lishi mumkin. И она просто не поймет, вышло молоко, не вышло молоко.
Shunaqa. Поэтому hoynahoy uni his qilmay qolgan. Birinchi 2 hafta mobaynida har emizishni birinchi 10-15 sekund og'riqli bo'lishi normal holat. Lekin u yog'iga og'rimaslik kerak. X-ku 20 haftada kolostrum kelib boshlaydi deb masalan Ba'zi ayollarda oqib ham ketadi oqib ham homiladorlik ketadi-da, paytida. masalan kelib masalan imенно stress sababli o'sha kuni tug'ruq paytida yo'qolib qolishi ham mumkinmi? Yoki ungacha saqlab qo'yish kerakmi yoki nima qilib qo'yish kerak o'zi bir tavsiya Nashat stress bo'yicha tushuntirib beraman, lekin nega sut kech qolish naqalarini ham aytib bermoqchi edim. Хорошо, sut hosil bo'lishda ikkita gormon ishtirok etadi, prolaktemiyada hosil bo'ladi. U sutni hosil qilib beradi. Ikkinchisi chiqish uchun-da, ya'ni sut bor manada, lekin u chiqib ketish uchun ikkinchi gormon javob beradi. U oksitotsin. Ya'ni sut bunday do'lkalardan, trubochkaga o'xshagan aychalardan chiqadi. И oksitotsin uni atrofiga любой qon tomiriga o'xshab мышечный muskulli оболочка bo'lgani uchun qisqarish kerak. Qisqarsagina sut chiqadi-da. Endi bunga oksitotsin javob beradi. Ayol juda ham katta stressdaligida oksitotsin yaxshi chiqmagan paytida kamroq chiqishi mumkin. Mana shu ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun ham вот imprinting bolaga bo'lgani yaxshi-da. O'shaning uchun ham ana akusherskiy agressiya degan narsa bor-ku, bu juda ham yomon narsa. Juda yomon. Bu paytda ayol o'ta zaif bo'ladi. Ya'ni istalgan fiziologik tug'ruq, ya'ni yaxshi boshlangan tug'ruq istalgan payt patologik o'tib ketishi hech narsa emas. Bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu degani sut qochib ketdi degani emas-da. U bir marta kelmadi, keyingisida bolani onani uspokoyit qilib, xotirjam qilib, mehr bilan bunaqa qilib emsa, oksitotsin yaxshi bo'lsa chiqaveradi ya'ni sut. Mana sut haqiqatda kechikishi mumkin deyapsiz-ku. O'shani qayerdan biladi? Bola yig'laydimi, chirqirab yig'laydimi, qanaqa yig'laydi? Shu bolani qorni uni o'sha o'g'zida chiqqan-chiqmaganini ham bilmay qolishimiz mumkin ekan. O'shani bolaga qarab bilsak bo'ladimi? Bolani qorni to'ymadi, demak, haqiqatda sut ham kechib qolibdi. Endi Mikonya kelishi. Mikonya. Da, то есть ichak yurib ketdi deganida, ya'ni chaqaloq ichaklari yangi kitobga o'xshaydi. Mana maktab yangi kitoblar berganda varoqlar bir-biriga yopishgan bo'lsa, bundoq qilib qirs qilib ochasiz. Shunaqaroq endi xuddi shunaqa emas, shunaqaroq bo'ladi. Ichaklari sut kirgandan keyin ochilib, ichidan o'sha homiladorlik paytida yig'ilgan o'lik hujayralar ham o'shalar chiqishi, mikonya kelishi bolani ichiga sut kirganini birinchi belgisi bo'ladi. Birinchi ich kelgan bo'lsa, demak unga sut kirdi, qorni to'ydi. Da, lekin hisobga olishimiz kerak, agar tug'ruq patologikroq rivojlangan bo'lsa, уже внутри утробni mikonya chiqib ketib qolishi ham mumkin. Bunaqa holatlarni emas, hozir normal holatda aytyapmiz. Endi kech qoladi kesircha kesishda ko'proq. Nega? Yoki qiyin tug'ruqlarda nega kech qoladi? Chunki o'sha bola onani qornida 2 soat yotmadi. Mana onani organizmi bola qorinda edi, mana endi qorin ustida deb qabul qiladi. Bu yerda faqat amigdala ishlaydi. Mana aqlimiz bilan bola neonatal stolda ustida yotibdi deb ko'raveramiz, lekin tana u paytda tana darajasida his qiladi ayol. Ya'ni tana darajasida bolam qornim ichida edi, qornim ustidan his qilmasa, bu yoqda proses boshlanmaydi. Sut hosil bo'lish prosesi bo'ldi, bola tug'ildi, endi kindidan ketmayapti, hozir unga sut berish kerak degan program ishga tushib ketish kerak-da. O'shaning uchun onani qornida bola yotishi juda muhim. 2 soat mobaynida. Ya'ni eng muhimi deyarli hamma Oltin gap soat. shu bo'ladida. Eng muhimi sut kechikmasligi, vaqtida ketish. Eng muhim birinchi ish shu yerda bo'lar ekan. Kesishda buni shunchaki imkoni yo'q-da. Endi можно там ko'kraklarni ustiga qo'yish yoki yuziga, mana videolar ko'rgan bo'lsanglar, ko'pincha chet elda yuziga qo'yishadi, чтобы onani amigdalasi tushunsin, mana bola tug'ildi, u tirik, shu yerda unga sut kerak degan tushunsin deb ko'pincha shu bilan bog'liq bo'ladi. Emotsional his qilar ekanda u payt bola bilan ona. O'zi ayol kishi o'zi juda emotsional his qiladi. Unda hamma narsa yaxshi bo'lishi ko'proq emotsional holatga bog'liq bo'ladi. Unda yana qanaqa tavsiyalar bor o'sha sut kechikmasligiga? Yana birinchisi shu, mana eng muhimi oltin soat dedik. Ba'zilar aytishadi, hali tug'ishidan oldin manaqa emizish, sog'ish kerak, sut sog'ish kerak. Har maxsus nasoslar bilan sog'ish kerak deyish qanchalik to'g'ri, qanchalik bu yaxshi. Misol uchun men o'ylayman, shunaqa deb maslahatlar keladi. Tug'masidan oldin sog'ishni boshlasa, tug'ganida уже tayyor turadi sut. Lekin siz aytyapsiz, eng zo'r sut o'g'iz suti. O'g'iz suti ketib qolmaydi bu yoqqa haqida tashqariga. Bolaga kelmasdan. Umuman olganda yaxshi siz zamechaniyingiz. Bu o'zi ona suti mutaxassisiman va sut sog'ish moslamalari bizga haqiqatda yordam beradi. Lekin bu degani
shu sog'ish moslamalariga yopishib olish kerak degani emas. Bu yerda mana masalan sut sog'ish moslamarini ishlab chiqarayotgan bo'lsam, investitsiya olgan bo'lsam, biznesimni yaxshi qilish uchun qanchadir insonlarni oylik bilan ta'minlagan bo'lsam, menda plan turadida. Bu oy aytaylik 100 ta sotuv qildik, keyingi oy 2 barobar ko'proq 200 ta, keyin 300 ta. Sotuvni oshirish maqsadi bo'lib, mana shu joyda marketologlarni chaqirsak ishga, ular bizga shunaqa zo'r upakovать qilib berib, как будто homiladorlikda sut sog'ishni kerakligini isbotlashni boshlashadi. Kerak yo'q narsaga. Raddomda sut sog'ish moslamasi kerak emas. Raddomda ham kerak emas. Homiladorlikda qachon kerak? Misol uchun ayol biladi, unda qanaqadir patologiya bor, kasalligi bor, o'zi bu homiladorlik qiyin kechyapti, uni kesircha yo'l bilan ertaroq olib olishadi. Biladi. То есть bu уже kelishilgan vrachlar bilan shu bola uchun, shu onani sog'lig'i uchun ikkalasini saqlab qolish uchun qanaqadir bo'ladi. Boshida emiza olmaslik ehtimoli yuqori. Qanaqadir yoki lecheniya oladi, qanaqadir kasalligi bor. Shunaqa paytda sog'ib o'zini sutini shu bolasiga zaraniye bank, ona suti banki qilib tayyorlab qo'ysa bo'ladi. Bu можно, lekin sog'lomlarga kerak emas bu. Ya'ni uni muammosi bo'lmasa kerak emas. Keyin o'g'il sutini tug'ruqxonada kerak emas, sut sog'ish moslamalari deganimda, sog'lom ayollarga vaqtida tug'ilgan bolalarga kerak emas. Nima uchun? Chunki o'g'il suti kam bo'ladi dedik. U sut sog'ish moslamasini devoriga yopishib qoladi, bo'ldi, sut yo'q bo'ladi. Keyin ko'pincha men eshitaman, biz sut sog'ish moslamasini olib borib beruvdik, ishlamadi deb qaytarib berishdi deb eshitaman-da, masalan, anavi sotuvchilardan. O'zi kerak emas-da, ishlamadimi emas. Nima desam ekan, u hali kerak emas edi. Samara yo'q. Chunki o'g'il suti o'zi kam. Sut sog'ish moslamalari tug'ruqxonada qachon kerak? Misol uchun bola betob tug'ildi, qanaqadir kasalligi bilan yoki muddatidan oldin tug'ildi va hozircha unda so'rish refleksi yaxshi emas. Shunaqa paytda boshida ona shunchaki qo'lda sog'ib beradi o'g'il sutini, u yog'iga o'zi mana boshida o'g'il suti bo'ladi, keyin vaqtinchalik suti bo'ladi, keyin doimiy sut keladi. O'sha vaqtinchalik sutga o'tgandan keyin sut sog'ish moslamalarida yengillashtirish uchun shuni sog'ib bolasiga bersa bo'ladi. Lekin tug'ruqxonada birinchi 3 kunda, birinchi 5 kunda sut sog'ish moslamasi kerak emas. Ya'ni homiladorlik paytida ham sog'ish kerak emas. Sog'lomlarga kerak emas. Agar bu qanaqadir tibbiy ko'rsatma bo'yicha bo'lsa, bitta neonatologiya bo'yicha rosa ham yaxshi ko'rgan nemis naqalar olimlarning kitobi bor, Rose'niki. Rosa yaxshi ko'rib, oxirida gap borda, qaysidir istalgan hozir siz standart deb o'ylagan davo usuli qachondir alternativa bo'lgan, qachondir muqobil variant bo'lgan deb yozib qo'ygan. Shuning uchun yopishib olmang, qo'rqmang deganida. Ya'ni hozir bu alternativa sifatida alohida ayollar uchun homiladorlik paytida sut sog'ish tavsiya qilingan bo'lsa, keyin bu hammaga tarqalishi noto'g'ri. Haqiqatda ham mana sezyapman, alternativa sifatida, например, mana reanimatsiyada, neonatolog qaysidir usullar bor edi. Dekretdan kelsam, u asosiy usul bo'lib qoldi. Shu Rouz to'g'ri yozgan ekan deb. Hozir raddom sumkalarga ham solishadi-da, anaqani o'sha sog'adigan apparatlar raddom sumkaga solinib. Oldindan olib qo'yishadi, tug'ishdan oldin. Ertaga kerak bo'lib qoladi. Bu juda ham yomon narsa-da. Bu Ehtiyoj hammasi bo'lsa olish kerak. Bu hammasi birinchidan qaraylik, biz O'zbekiston xalqimiz bundoq globalni qarasak, hali unaqa boy mamlakat emasmiz. Endi bizda boylar ko'p, lekin globalni unaqa emas. Kerak emas shu sumka raddomga, butilka, smes, sun'iy aralashmalar o'sha sog'adigan moslamalar ular arzon emas. Albatta. Kerak emas. O'zi yangi tug'ilgan chaqaloqqa-chi. O'zi nima kerak mana bola tug'ildi, masalan 5 ta asosiy narsa ayta olasizmi? Mana 5 ta. 5 ta emas. Maksimum agar bo'lsa. 5 ta emas. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa onasi, otasi, 3-4 ta plyonka, 3-4 ta ishtonchadan boshqa narsa kerak emas. Biz qayerdan keldi? Mana shu sumka, raddom sumka degan narsa o'zi yaqinda paydo bo'lgan shekilli. Chunki men eslayman, 16 yoshlimdanmi, 17 yoshligimda unaqa narsalar yo'q edi-da. Yaqin 5 yildami, 6 yilda juda ommalashib ketdi. Ayniqsa 2 yilda juda ham. Biz qayerdan kelib chiqdi? Mana shu raddom sumka. Mana siz tajribangizdan ham mana aytishdek. Kelib chiqqanini bilmayman. Ana savol paydo bo'ladi-da, chaqaloqlar raddomdan chiqqan, ana ikkita mishkalarni olib kelib, ana Mercedeslarda, limuzinlarda ketish qayerdan kelib chiqdi degan savolga o'xshagan savol. To есть Yo, bizda faqat aytmoqchi bo'lganim faqat bizada bormi yoki chet eldan qayerdandir kirib keldimi? Hammasi chet eldan kelgan, qayerdandir. Lekin mana bunaqada raddomga o'zi doim agar kelishilgan tug'ruq bo'lsa, oldindan ginekolog gaplashib qo'yish urfku bizda mamlakatda. Boshqa mamlakatda
mamlakatlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Nima kerak bo'ladi desa, anavi ikkita perchatka, ikkita taglik, manaqa kerak bo'lib qolishi mumkin deb oldin ginekologlar muncha qog'ozchaga yozib berardi. Shu narsa keyin har ehtimolga qasam trevojniy ayollar bo'ladi. Pijama kerak bo'lib qoladi, постельное белье kerak bo'lib qoladi, idish kerak bo'ladi, u kerak, bu kerak. Har ehtimolga o'tgan bolamda butilka beruvdim, butilka kerak bo'ladi, smes kerak bo'ladi, qiylanib qolmaylik. Hamma narsa menimcha shundan kelib chiqqan u. И потом buni уже kimdir monetizatsiya qilgan produktni o'zi. Любой marketolog produktingiz bo'lsa bo'ldi, anaqani Talab bo'lsa, taklif yo'q, taklif bo'lsa talab topamiz. Talabni shakllantirsa bo'ladi. Bu oilaviy siyosat darajasigacha chiqib ketdi. Qaysidir oilada raddom sumka yo'qmi? Masalan, urush janjal miqyosigacha yoki bo'lmasam bu bilan hatto ajrashib ketgan oilalargacha eshitdimda. Aynan shu raddom sumka qilmaganligi uchun kimdandir ayol kishi shu o'zini past his qilganligi uchun yoki bilmadim, boshqa faktorlar juda ham ko'p. endi Shu marketing darajada marketing qilishdi. No, bu narsa hammasi qayerda muammo bor bo'lsa, demak o'sha yerda bilim yetishmayapti. Любой sohani oling, demak shu oilada ham просто bilim yetishmadi. Bu paydo bo'lgan muammoni yechish uchun bilim yetishmadi. То есть объяснить bu kelajakda mana boya aytdimki, kichkina 5 yoshli qizim kuchuvchasini butilkacha, u butilka emasdi, u o'xshatdi, u assotsiatsiya qildida. Shunga yig'lagim keldi dedimki, ya'ni целый bitta avlod ona suti emas, sun'iy aralashma yaxshiroq degan naqa bilan fikr bilan ulg'ayyapti-da. Ya'ni biz ideallashtirmayapti. Bu yaxshi shekilli deb o'ylayapman. Mana qarang, mana bu smesli degan bo'lsa, muqovasini ustiga tarkibini yozib chiqadi-yu, 20 ta vitamin, mikroelement, ya'ni siz ham tushunmagan qanaqadir ximический nomlar bo'ladi-da, keyin ana chiroyli kuchukcha, ayiqchani rasmchasi bo'ladi, to есть такой мимишный, милый bo'ladi. Rosa ham chiroyli muqovalar qiladi. Ba'zi shunaqa sun'iy aralashma saytiga kirib havasimki, voy, zo'r ishlayapti sayt, rosa chiroyli. Saytdan chiqing keyin. Shunaqa ona suti haqida ma'lumot yo'q. Doim aytaman, tug'ruqxonadan chiqayotgan ayollarni ustiga, ko'kraklarning ustiga ona sutini 1000 ta tarkibini yopishtirib chiqarish kerak deyman. Qanchalar yaxshi narsaga egaligini ular shunchaki bilishmaydi. Bu hammasi bilim yetmaganda. Ya taqdimi. То есть umuman olganda biz shifokorlar sifatida ona sutini targ'ibot qilmasak, здраво хранениyaga ish ko'payaveradi. Ana Big Pharma deb gapirishni yaxshi ko'rishadi. Big Pharmaga ish ko'payadi. Emizish boladan ham ko'ra onaga foydasi ko'pligini ko'pchilik bilmaydi. Ona, adashmasam, ko'krak bezi saratonini 91% ga. 91% То есть vaksinatsiya darajasida-da. Ana, не только ko'krak bezi, naqa, bachadon bo'yi bachadon bo'yini saratoni. 91% ga. Qandli diabet, yurak qon tomiri kasalliklarining 64% ga. Ozishga ham yordam beradi. Ozishga ham yordam beradi. Chunki o'rtacha 50 kilokaloriya qo'shimcha kuniga sarflaydi. Это не только osteoporozni oldini oladi. Ayollarda klimaks boshlangandan keyin organizmda kalsiy chiqib ketishi boshlaydi. Juda ham tez chiqib ketadi va agarda ayol kishi 31 oy hamma farzandini umumiy emizgan bo'lsalar, o'zlarini keksaligidagi osteoporozni himoya qilgan bo'ladi. Koreyada bilasizlarmi? Biz men ishlaydigan joy совместно koreyskiy hisoblanadi. Qandaydir bo'lib qolgan koreyalik patsientlarim ko'p. Koreya o'zimizda yashaydigan o'zbeklar, lekin o'zbeklar Koreyada yashaydi. Koreyani bitta minusi, o'sha NICUni minusi, ular ona sutiga вообще naqa emas. Ularda ayol tez tiklanib, tez ishga chiqish kerak-ku. Ya'ni qomat buzib qolish kerakmi? Yo'q, qomat bu yerda gap qomatda emas. Bolani nyanyaga yo yasliga berib, tez ishga qaytishlari kerak. U yerda bu juda ham kul darajasida. O'shaning uchun raddomdanoq ularga sun'iy aralashmani sovg'a qilib chiqarib borish 3 kun o'zlari qarab berishadi. Ayol вообще bolaga qaramaydi. Tiklanadi, prioritet onaga qilinganda onalikni muhofazasiga qaratilmagan. Shuni tushuntirib bersam, Koreyadagi patsientlarimiz sun'iy aralashma endi raddomda boshlangandan keyin shu narsada keyin o'sha ona sutini foydasini gapirib, shuni qilsa, o'shaning uchun Koreyani ona buvijonlari hammasi bukchayib yurar ekan-da deyishadi o'zlari. То есть osteoporoz, понимаете? Bunday olib qarasangiz, bizda ayollarda o'sha keksa buvijonlar, 4 tala 5 tala bola tuqqanlar hammasini emizganlar, в принципе, baquvvat bo'ladi. То есть aslida ayol bolasini emizganda, bolasidan ham ko'ra o'ziga ko'proq foyda qilgan bo'ladi. O'zi necha yoshgacha emizish kerak? Masalan, bizada 2 yoshigacha ba'zilarini ko'rganman,
bilmadim 3 yoshgachayam, ba'zilar bog'chada ham hattoki-da. yillar 7 yoshgacha Ha, bu o'zi qancha masalan bo'ldi, to'xta, mana shu yerdan уже foydasi yo'q deydigan birorta anaqangiz bormi? Onasidan уже bu yog'iga уже foydasi yo'q. Mana shu yoshgacha emizish kerak. Onaga yoki zarar ko'proq, shunaqa ma'lum bir bolani yoshini ayta olasizmi? Yoki ma'lum bir muddat? zarar degan unaqa tadqiqot shunchaki yo'q. Yoki bo'lsa balkim ko'rmagandirman. Kamida 6 oy deyilgani bor. Kamida 6 oy, atak 2 yosh va undan ko'proq. Shunaqa. Kamida 6 oy, bo'lmasa 2 yosh va undan ko'p. Nima uchun? Endi buni ilmiy sizlarga tushuntirib beray. Nima uchun 2 yosh va undan ko'proq? Bolada, mana siz boya aytdingizki, gaplashganimizda biz mana 9 oygacha bolamizni yaxshi olib bordik. Siz buni o'yladingiz dedimku. Ko'pchilik bolalar 6 oygacha deyarli shamollamaydi yoki o'sha 9 oygacha deyarli shamollamaydi. Keyin onalar anunda qabul qiladi. Вот я такая молодец, bitta kasal qilmay katta qildim. Keyin shunaqa paytdan shunaqa deb o'yladingiz deyman. Shunchaki bola tug'ilishdan oldin onani organizmi homilani organizmiga hamma narsani zaxirasini jo'natib qo'yadi. Bu ham bitta mo'jiza-da. Biz aqlimiz yetmaydigan darajadagi mo'jiza. Qizlarda uzatilayotganda sarpo qilib beriladi-yu. Boshida kosmetikasi ham yetadi, kiyimi ham yetadi-da, kuyov bolani lishniy bezovta qilmaydi, uni olib bering, buni olib bering deb. Вот, xuddi shunaqa onani organizmi homilani ichiga ham o'sha mikroelementlar, boya aytdim, yog'da immunitet yuborib qo'yadi. Zaxira immunitet, o'sha ona tomonidan yuborilgan zaxira immunitet kamida 6 oygacha bo'lmasam 8-9 oygacha bolani himoya qiladi. O'shandan boshlab bola shamollashni boshlaydi. Aksariyat holatda shamollashsa ham oson tuzalib qoladi. 2-3 kunda. Anavi bog'chaga borayotgan 3 yosh, 10 kunlab, 15 kunlab chaqaloq shamollab qoladi, 3 kunda yaxshi bo'lib qoldi. 2 marta aksirda ozgina burni oqdi. Nega? O'sha zaxira immunitet himoya qiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda immunitet bo'ladi, u sodda bo'ladi. Ya'ni adaptiv immunitetimiz 18 oydan boshlab rivojlanishni boshlaydi, lekin u zo'r bo'lib ketmaydi. 5 yoshgacha rivojlanadi-da. O'rtacha. To есть 2 yoshgacha emizsalar, mana 18 oyda 1,5 yoshda adaptiv immunitet rivojlanishni boshlasa, yana yarim yil chuch tatapayalab sal rivojlanib oladi. Shunaqa paytda bolani tish chiqadi. Mana 1 yoshdan keyin mana boshida mana bu tishlar chiqadi, rissida uzib oladigan. 1 yoshdan keyin mana bu chaniydigan tishlar chiqadi. Ular chiqayotganda organizmda uni slezistiylar rixliroq bo'lib qolib, atrofdagi hamma viruslarni yuqtirib olaveradi. Ana ichi ketib qolsa, sig'i chiqsa, burni oqib tish chiqyapti ekan deyishadi, u tish chiqish bilan bog'liqligi yo'q. Prosta bir paytga to'g'ri kelib qoldi. Shunaqa paytda bu yoqda og'riq, sig'i chiqdi, bola ovqat yemay qo'yadi. Ovqat yemay qo'yganda uni qutqaradigan narsa ona suti. Bu bir, ichiga qanaqadir kaloriya kirib turadi. Ikkinchidan onani immuniteti kirib turadi va bolani hali endi shakllanayotgan adaptiv immunitetiga поддержка bo'ladi. Agar 1 yoshda bolani sutdan chiqarib yuborsak, bolani o'zini yolg'iz anavi immunitet hali adaptiv yo'q. Bor nimadir, juda ham kichkina anavi ko'zini, oyoq qo'lini baylab, qurolini olib olib, bironta soldatni anavi urush jang maydoniga yo'qol deb tepib yuborgan deb bo'lamiz-da. Keyin bu yerda yana bitta narsa bor edi, adashmasam emizayotgan ayolda tabiiy kontratsepsiya bo'ladi-yu, bolalarning orasi yosh kattaroq bo'ladi. Masalan, 2 yoshgacha emizsa, agar to'g'ri emizsa, kontratsepsiya bo'ladi va keyingi homiladorlik bo'lib qolmaydi. Bolalarning orasi kattaroq, bolani ona tiklanishiga ko'proq vaqt bo'ladi deb eshitganman. Shunaqa haqiqatda to'g'rimi? Qanchalik effektiv ishlaydi? Effektiv ishlaydi agar emizishlarimiz orasi 2 soatdan uzoq bo'lmasa. Agar har 2 soatda emizib tursa, o'sha naqani ovulyatsiyani bostirib turadi. Agar, например, ertalab emizib faqat kechqurun emizadigan kunda orasi 12 soat emizayotgan bo'lsalar, yo'q. O'shaning uchun ham ba'zi ayollarda уже 3 oyda homiladorlik bo'lib qoladi, emizayotgan bo'lsa ham 6 oyda bo'lib qoladi. Tez emizib. To есть emizishlar orasi yaqin bo'lsa, kontratsepsiya yaxshi bo'ladi. Ikkita emizish orasi uzayib qolsa ham, sразу yana homilador bo'lish ehtimoli oshib ketadi. Ehtimoli oshib boradi. Shunaqa. Demak, 2 yoshgacha bolani emizsa, har 2 soatda emizib tursa, kechasini hisobga olmaganimizda, kechasi ham 4-5 marta emizib tursa, masalan 3 marta kamida, demak shu bilan bu tabiiy kontratsepsiya bu ishlaydimi? 100%? Ishlaydi. Yo'q, endi 100% nega ishonch bor? Bir tug'ruqlasa 100% ishonch bor xolos. Yuqori foizlarda. 100% kontratsepsiya yo'q, hech qaysi 100% emas. Da, foizi yuqori bo'ladi. Yaxshi. Shunaqa. Zo'r ma'lumot bo'ldi, adashmasam boshqa oilalarga ham. Вот, keyin yana bitta qiziqtirgan narsa, meni bilmadim, bitta meni qiziqtirganmi yoki yo'qmi? Masalan, sutni hajmi, suti ko'p kelishi yoki kamroq kelishi, bu ko'krak hajmiga ham bog'liqmi? Masalan, ko'krak hajmi yuqoriroq bo'lsa, ko'proq sut kelishi, ko'krak hajmi kichik bo'lsa, masalan, kamroq sut kelishi
yoki bu faqat gormonlarimizga bog'liqmi? Masalan, ko'krak hajmi kattaroq bo'lsa ham kamroq sut keladigan onalarni ham uchratganmisiz? Da, bizda demak ko'krak hajmi bor va ko'krak sig'imi bor. Ikki xil narsa bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Hajm nimadan iborat? Ya'ni razmer grudida u yog' qatlamiga, qancha yog' qatlami ko'proq bo'lsa, shuncha razmer katta bo'ladi. Lekin sut ko'krakda sut bezlari bor. Sut bezlarining sig'imi bor. Ba'zi ayollarda ko'krak razmeri, hajmi kichikroq, lekin sut sig'imi kattaroq bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollarda hajmi kattaroq, lekin sig'imi kichikroq bo'lishi mumkin. Lekin sig'imidan qat'iy nazar ayol o'zini farzandiga bir kun mobaynida, ya'ni 24 soat mobaynida kerakli sut ishlab chiqarib bera oladi. Faqat sig'imi katta ayol, например, ichiga 200 ml sut siqqan bo'lsa, bola bitta ham bo'ladi-da, 3-4 soat qorni ochmay yuraveradi. Sig'imi kichikroq bo'lsa, bolani qorni tezroq ochadi. Ya'ni, например, bir kunda bitta ayol 8 marta yemasa, bitta ayol 15 marta yemishi mumkin. Bu misol uchun, endi prям raqamlarga iltimos yopishib olmanglar, ular kategorik emas. Farqi yo'q. Lekin bir sutkada o'rtacha 1 litr sut ichsa bola, u ayol ham, bu ayol ham o'sha sutni ishlab chiqarib bera oladi. Faqatgina bu bolacha ko'proq yemadi, bu bolacha kamroq yemadi. Sutni masalan hajmini ko'payishiga bizada aytishadi-ku, qaynonalar masalan ko'proq yeyishing kerak, xamirli ovqat yeyishing kerak, ko'proq yesang, ko'proq sut chiqadi. Man shu man shu o'zi bilib olish kerak-da, rostdan ham ko'p ovqat yeyish ko'p sut ishlab chiqaradimi? Masalan, ayol kayfiyati yaxshi bo'lmasa ham, masalan, ko'p ovqat yegani bilan, masalan, aytaylik, ko'proq sut chiqadimi o'zi? Yoki faqat bu gormonlarga bog'liq, masalan, kamroq yeb ham ko'proq sut ishlab chiqarsa bo'ladimi? O'zi mana shu narsa. Sut ko'paytiradigan 3 ta mahsulot. Yoki 3 ta mahsulotni ayting agar rostdan shuni qilsa, rostdan. Afsuski, unaqa mahsulotlar yo'q. Sutni ko'paytiradigan yagona omil bu faqat bola, ya'ni bolaning emishi. Yokida agar bizni farzandimiz muddatidan oldin tug'ilgan yoki so'rish refleksi yaxshi rivojlanmagan qandaydir nevrologik yoki boshqa kasalligi bo'lsa, bu sut sog'ish moslamasi bo'ladi. Bundan boshqa omil yo'q. Endi siz aytishingiz mumkin, yo'q, anavi palonchi qaysidir ovqatdan keyin suti ko'payibdi yoki qaysidir choydan keyin. Buni hozir tushuntirib beraman, qanaqa bo'ladi. Ayol kishini hayoti tug'ruqdan keyin 80, kimdadir 90% ga o'zgarib ketadi. To'g'rimi? Avvalgidek xohlagan payt uxlab ololmaydi, xohlagan payt hojatga kirib chiqa olmaydi, dush qila olmaydi, xohlagan payt ovqatlana olmaydi. Masalan, bolasi bezovtaroq bo'lsa, postoyanno qo'lda bo'lsa-da, agar o'shanaqa paytda nyanya yoki yordam beradigan odam bo'lmasa, ketdik tam Dubayga, hozir qizlar shu yaxshi ko'rishadimi? Ketdik tam qaqqadir desa, yo'q deydi. Kafega ham yo'q, hozir bola bilan qiynalanaman, o'zi uyirim og'riyapti, o'zi uyquga to'yib. To есть hayoti juda ham o'zgarib ketadi va uni hayotida xursandchilik manbalari kamayib ketadi. Xursandchilik manbalaridan taomlanish qoladi. Ya'ni bizda evolyutsionni taomlanish tirik qolishimizni bitta manbasi. Ya'ni biz o'zimizdan oqsil hosil qila olmaymiz, oqsilni yeyishimiz kerak, to'g'rimi? Va shuning uchun u nimanidir yaxshi ko'rib yeganda, uni oksitatsiyasi yaxshi bo'ladi. Bola mana oksitatsiya yomon bo'lsa, bola emuradi, lekin ichiga sut chiqmaydi. То есть unisi sut yo'q. Это как naqa deyman, anavi oshxonadagi kraningiz buzilib qolsa, смеситель, trubani ichida suv bor, lekin chiqmayapti. Agar yaxshi yangi smesитель bo'lsa, shunda ochish napori bilan suv keladimi? Buzilib qolsa, ochsang tirish qilib ozgina suv keladimi? Вот хорошая окситоцин, хороший напор. Плохой окситоцин, плохой напор. И когда ayol mazza qilib taomlansa, unda xursandchilik yo'q-ku boshqa. Почти что. To'g'ri, endi bolasi ona bo'lganida, ayniqsa birinchisi o'g'il bo'lgan bo'lsa, u я свою миссию выполнила deb xursand bo'ladi. Lekin в моменте kayfiyati yaxshi bo'lish uchun u taomlansa yaxshi bo'ladi. O'shandan keyin ani osh yuvdim yoki anoni yuvdim, ani choyni ichuvdim, o'shandan keyin bolam kechqurun yaxshi uxladi. Chunki ani хорошо поела, uspokоилась, yaxshi bo'ldi, и bolaga oksitotsin bilan yaxshi sut yetib bordi, bola tiniqib uxladi. Mana shunday. Shuning uchun Biz odatlarimiz misoliga aqiqa qilib, bolaga to есть aqiqa qilib, qo'y so'yib, onaga tansiq taomlar yedirish odatimizda, dinimizda bor narsalar, demak shular ham onaga ta'sir qilar ekan, bekorga emas ekan. Da, faqat mana ilmiy nuqtai nazardan ta'siri mana shunday. Endi qanaqadir choylar uni mazza qilib ichmaydi deyishlar mumkin. Lekin bu yerda чисто placebo effekt ishonadi-da. Placebo effekt bo'ladi. Shuni ixlos qiladi. Ayniqsa yangi tuqqan ayolda organizmda gormonlar shunaqa bo'ladiki, oson ixlos qiladi. Yomon narsani ham, yaxshi narsani ham oson miyasiga Qo'shni sepgan narsaga ham ishonib ketaveradi. Chunki trevojnost yuqorida. Chunki yangi tuqqan ayolda eng katta qo'rquvi
yomon ona bo'lish. Shu bolani yo'qotib qo'yish bo'ladi. Ya'ni bolani mana ayniqsa agar roddomda qanaqadir og'ir kasallarni ko'rgan bo'lsa, tam reanimatsiyada yotganda, shunaqalarni ko'rib qolgan bo'lsa, u bo'ldi miyasiga tuk 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 zapечатлиться qiladida, har safar bolasini emizganda emmasa yoki chirillab yig'lab qolsa yoki qusib yuborsa, burnidan mana fontan bo'lib chiqib ketsa qo'rqib ketadi, yoki nafas olmay qolsa-da, qo'rqadida, mana bolam tushib qolsa, ko'zini oldida serialga o'sha tuk 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 o'sha ko'rgan narsalar o'tisha boshlaydi. И всё. Тревожность mami, ya'ni eng katta problema na Ya'ni samom деле. sut ko'paytiradigan choylar, badlar, har xil ovqatlarni bersa bo'ladi. Agar zarari bo'lmasa, как platsebo qilib. Shuni ichsang, suting ko'payadi deb aldab, или platsebo qilib, faqat u zarar bo'lmasa. Nima zarar bo'lishi Ha, mumkin? man gomeopatik vositalar, binasalarni ichvoman deb bunaqa bilan kelsa konsultatsiyaga, voy молодец, ichvering deyman. Unaqa qilmayman. Я знаю, что zarar qilmaydi. Всё, nima qilaman hozir? Qurib olgan bitta narsasini yaxshi kayfiyatda bo'lsa, bolamiz to'ysa bo'ldi, ona baxtli bo'lsa bo'ldi deyman. Endi shu davomida zarar qiladigan narsalar haqida gaplashaylik. Top 3 ta ona sutiga zarar qiladigan mahsulotlarni ayting. Prямо zarar qiladigan emas, lekin ta'm o'tishi mumkin. Masalan, chesnokka o'xshagan ta'm qanaqadir Piyoz ichsa. ta'm o'tishi mumkin. Lekin shu ayol butun umr mazza qilib chesnok yeb yurgan bo'lsa, bu ayolning bolasi o'sha chesnokni ham mazza qilib yeb ketadi. Ona doimiy yeb yurgan narsasi bo'lishi kerak. Umuman olganda sut ko'paytiradigan dori vositasi bor. Именно preparat bor. Prolaktinni oshiradigan preparat bor. Aynan prolaktinni oshirish uchun ishlab chiqarilmagan bu boshqa dorini nojo'ya ta'siri bor. Ya'ni Academy of Breastfeeding Medicine'da protokollarida bor. Butun dunyoda lactation konsultantlar bundan foydalanadi. Lekin uni ozgina qarshi ko'rsatmalari bor. Shifokor nazoratida qo'llasa bo'ladi. Agar rostdan kerak bo'lsa. Lekin uni aytolmayman. Ya'ni zarar qiladigan narsalar bormi, yo'qmi? Ta'mini o'zgartiradi. Achchiq narsa, misol uchun, ta'mini o'zgartiradi. Achchiq yesa ona sut ham achchiq bo'lib qoladimi? Shunda bola emmasligi mumkinmi? Ha, sutga yomon ta'sir qiladigan narsa deyishim to'g'ri bo'lmaydi. Что? Gazli Kola ichimliklar, kola. Yo'q, o'zini o'zi unga ta'sir qilmaydi. Allergenlar o'tishi mumkin. Allergenlar. Ha. Bizada aytganda, masalan, gazli ichimlik ichsang, bolangni ham qorni damlab qoladi deyishadi-da. Yo'q, yana zo'ri bor ekan. Ayniqsa-chi kolani ayblab qo'yishadi-da. Issiq suv ichsa, No, bu yaxshi issiq suv ayblov. bola Hozir buni nima deydi? Ha, deyishim to'g'ri bo'ladi. Shu anaqa jigarrangli ichimlikni marketing zo'r deyman-da. Mana taxminan necha 10-15, salkam 20 yildan beri televizorda oldin u anaqa kruto yigit qizlarda bilan reklama qilinardi. Keyin sekin-sekin Navruzga reklama qilishdi. Osh bilan, somsa bilan, sumali bilan. Bu Shashlik u bilan. bizni anavi naqamizga, Odatga. DNKmizga, bizni mentalitetimizga kirgizishdi-da shuni. Endi hozirgi uni ko'rib har kuni bir kunda 20 martalab har bitta multsikda orasida ko'rgan bolalar osh bilan shu jigarrang ichimlikni ichish norma degan ulg'aydi. Sizlar shunaqa bolalarsizlar-da, to'g'risi. Ular uchun bu normal holat. Lekin uni agar bilmayman bunaqa imkoniyat menda bo'lmasa kerak, agar imkoniyat bo'lganda shirali ichimliklar reklamasini taqiqlagan bo'lardim. Televideniyada va media Masalan, naqalarda. shirasi bo'lmasa, masalan, aytaylik, artificial sweetnesslar qo'shgan bo'lsa-da, masalan, Sun'iy Yo'q, ichish. umuman olganda gazli ichimlik gazli aslida suv bo'lsa. bolani qornini onasi ichsa damlamaydi. damlangan. Gazli suv ichsa ona- bo'ladi, misol uchun. Masalan, bo'ladi. xamirli ovqatlar. Xamirli ovqat ham damlamaydi. U bolaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Qorin damlab Yo'q. qolishiga umuman. Demak, sizlar ayolni, emizikli ayolni ovqatlanish, taomlanish parhezi haqida gapiryapmiz. albatta. Umumiy deganda Albatta. emizikli ayolga parhez kerak emas. Bu allaqachon isbotlangan. Ona suti onani ichagida hosil bo'lmaydi. U sut bezlarida hosil bo'ladi qondan. Endi ichagidagi mahsulot qonga to'liq so'rilishi uchun bir marta jigardan filtrlanadi, 2 marta buyrakdan. U nas birinchi bir lamchi peshob, keyin 2 lamchi peshob hosil. 3 marta filtrlanib, keyin sut bezlariga yetib boradi. Primoy undan chiqmaydi. То есть go'sht bo'lib o'tmaydi, u aminokislotaga parchalanadi. Ta'mlar o'tishi mumkin. Achchiq. I degan joyi bor, nosi bor. Allergenlar o'tadi. Allergenlar. Allergenlar hammasi o'tadi. Ya'ni qizil narsa haqiqatda yeyish mumkin emasmi shunda? Yo'q, agar shu qizil narsa qulupnay bo'lsa allergeni bor. Yana Ha. qaysi qizil mahsulotda Endi ko'p allergen bor? qizil narsa yemasdan. Qizil endi narsalarda yeysan deyishadi. leykotriyen moddalar bo'ladi. O'shalar masalan vоспаление bor paytda allergik muhitni kuchaytirib yuborishi mumkin. Emizikli onalar yeyish mumkin emas bo'lgan mahsulotlar bormi? Sog'lom mahsulotlar, o'zi oldindan yeb yurgan sog'lom mahsulotlarni hammasini yeyish mumkin. Endi qaysidir mevadan keyin qorni og'rib qoldi deydigan bo'lsak,
hoynahoy bu ayolga atrofdan doktori, eri, qaynonasi, qarindoshi, qo'shnisi hammasi allaqachon aytgan, shu shaftolini yoki shu tarvuzni yesang обязательно qorni damlaydi. U qo'rqib yegan bo'ladi. Постоянно bola mundoq qaragan bo'ladi. Bola ham "Чё-то ты меня ждут" deb o'shani chiqarib beradi. Na samом деле bola emotsional nuqtai nazardan onaga слишком tobe. Buni qanaqa tushuntiraman? Mana bola tug'ildi. Ota-onasi uni bu dunyodagi yo'lboshchisida, hamma narsada gid bo'lib yuradi. Endi siz qaysidir boshqa mamlakatga borib qoldingiz, sizni gidingiz bor. U mamlakatda tilini bilmaysiz, pulini bilmaysiz, joyini bilmaysiz. Misol uchun o'sha gidga tobe bo'lasizmi? Bo'lasiz. Chunki u gid sizni gapirib, aylantirib yuribdi. Endi bir joyga ovqatlanishga keldingiz, misol uchun, doimiy zo'r kayfiyatda yurardi hali gidingiz. Endi bo'lsa, tez-tez yela, tez ketishimiz kerak. Mana xavotirli gapirsa, siz ham cho'tta не то joyga kelib qolish, hozir pasportimiz o'g'irlab, o'zimiz o'g'irlab ketib, anavi qullikka topshirib yuborishadi, organ qilib yuborishadi deb o'ylab qolasiz. Bola ham shunaqa, onasiga shunday yuziga qarab turadi. Emotsional intellekt qachon rivojlanadi? Tug'ilganidan 1 yoshgacha. Ya'ni shunaqa paytim ona qo'rqib narsa yeganda, bolasi unga qarab turganda, u ham qo'rqib turadi. И всё. То есть bolada ham xavotir ortib ketadi. O'sha kuni xavotirli uxlaydi. O'shani biz qorin og'rig'i deymiz keyin. Bola masalan, bizni qornimiz og'risa, voy qornim deymiz, tishimiz og'risa, voy tishim deymiz. Bola unaqa qila olmaydi. Uni qayeri, masalan, qulog'i taxlanib qolgan o'ziga oyoq qo'lini shuni qilib kuchanib yig'laveradi. Biz qorin deb o'ylaymiz. Unda nima deydi, lokalizatsiya yo'q-ku. Lokalizatsiya qila olmaydi, пока что jarayon vесь organizmi bilan javob beradi. Mana shu narsa bor. Biz buni shaftoliga bog'laymiz yoki tarvuzga bog'laymiz. Lekin ayol masalan 1,5 oydan beri umuman shaftoli, tarvuz yemayotgandi. Birdaniga, ya'ni bir talankani yeb oldi. O'zida qanaqadir jarayon bo'lishi mumkin. O'zim ham qornim og'ridi deydi. Bolam ham o'shancha yomon uxladi deydi. Mama sama уже 1 oydan, 1,5 oydan beri yemayotgandi. Ya'ni me'yorida hamma narsani yesa bo'ladi. Hamma narsani oz-ozdan yesa bo'ladi. Prosta ko'pincha shunaqa desam, 1-2 bo'lgan shunaqa ayollar voy doktor ruxsat berdi deb turib, ya'ni birlagan salat yeb olgan, tam ya'ni yarimta qovunni yeb olgan, ruxsat yo'q edi deb. Endi bunaqa qilsa o'ziga ham ozgina ta'siri bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bolani ertaroq allergenga kiritish kerak deb o'ylayman-da o'zim, bilmadim nimaga. Masalan, yoshligidan allergenga qanchalik ko'p o'rgatsak, kiritsak, men o'ylayman ertaga katta bo'lganda shunchalik allergiyasi kam bo'ladi. Ya'ni allergenga qarshi bizning immunitetimiz keyinchalik turib beradi deb o'ylayman-da. Bu o'ylayman emas, o'zi shunaqa ko'p joyda shunaqa yozilgan, lekin bizanikilar allergen berishga qo'rqishadi-da. Ya'ni kechroq berishadi yoki erta berishni xohlashmaydi-da. Bunga fikringiz qanaqa? Masalan, o'zingizda yoki buni qanaqa targ'ib qilasiz? O'zi targ'ib qilasizmi ertaroq allergen berishni bolalarga? Masalan, qanaqa yo'l tutasiz? Endi bunaqa fikr xalqimizda qatdan paydo bo'lganini bilib olishimiz kerak. O'zi allergologiyada oldinlari chindan shunaqa tendensiya bor edi. Ya'ni qancha kech allergenga kirish, 2 yoshdan keyin, 5 yoshdan keyin degan joylar ham bo'lardi. Shunaqa holat bor edi. Ya'ni kimnidir farzandi allergik bo'lgan bo'lsa, hoynahoy allergologlarga qayta borib, bu narsa allaqachon miyasiga kirib bo'lgan va shu ommaga tarqalishi boshlangan. Bugungi kunda bu narsa o'zgaryapti. Ya'ni qancha erta bo'lsa, shuncha yaxshi. Endi hammada ham emas, o'zi allergiyasi yo'q odamga bu allergenlarda farqi yo'q. Allergiya nima? Ya'ni oddiy narsaga nooddiy reaksiya-da. Ya'ni, например, bu yoqdan kimdir kirsa, biz prosta salom bersak, oddiy reaksiya. Kimdir kirsa, xursand bo'lganimizda bu yerda sakrab yugurishni boshlasak, noodatiy reaksiya bo'ladi. Allergiyasi bor odam uchun haqiqatda allergenlarni oldinroq kiritish bugungi kunda shu narsa targ'ib qilinmoqda. Qancha erta shuncha yaxshi. Faqatgina o'sha 1 yoshgacha kiritish mumkin emas bo'lgan mahsulotlarimiz bor. Ularni hisobga olmasa, shunday. O'sha top 5 tasini ayta olasizmi? 1 yoshgacha qaysi mahsulotda? 1 yoshgacha berish, 5 yoshgacha 1 yoshgacha bolaga kiritish kerak bo'lmagan mahsulotlar bu sut, sigir suti. Sut mahsulotlari mumkin. Qaynatib bersa ham bo'lmaydi. Yo'q. 1 yoshgacha 50 kelik, например, hozir budka pishirib bermoqchiman, yarim stakan sut, yarim stakan suv qo'shdim desangiz ham mumkin emas. Nega? Chunki u fermentированный emas mahsulot. Ya'ni sigir sutida 20 ta allergen bor va sigir suti 1 yoshgacha bolalarda birinchi raqamli allergen hisoblanadi. O'zi birinchi raqamli tuxum va yeryong'oq, lekin bolalarda sigir suti hisoblanadi. Shuning uchun sutni o'zi mumkin emas 1 yoshgacha, lekin sut mahsulotlari bu qatiq, yogurt, bu sir, brinza, tvoroglar ular mumkin. Faqat sutni o'zi. Keyingisi asal.
1 yoshgacha mumkin emas. Botulizm sporalari bor bo'lishi mumkin. Bu ham atigi qo'lda sanasa bo'ladigan situatsiyalar bo'lgan, lekin biz bilmaymiz-ku, o'sha asabda o'sha botulizm sporalari bormi yo'qmi. Nimaga qo'rqamiz? 1 yoshgacha bolalarda botulizm boshqacharoq kechadi. Biz bu vashi botulizmga naqayam qilmasligimiz mumkin. Bu taxmin ham qilmasligimiz mumkin. Vaqt yo'qotib qo'yib, bolani yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun asal, keyingi mahsulot u 1 yoshgacha emas, 2 yoshgacha bu choy. Istalgan bolam shamollab qoluvdi, ramashqqa choy berdim, yana bir narsa, hech qanday o'simlikni quritilgandan bo'lgan damlamasi bu choy bo'ladi mumkin emas. Nima uchun? Chunki bu antinutrient. Antinutrient birinchi navbatda biz nimadan qo'rqamiz? 6 oydan keyin hamma bolalar kamqonlik bo'yicha xavf guruhida qoladi. Dunyodagi hamma bolalar 6 oydan keyin u xavf guruhida kamqonlik bo'yicha. Antinutrient tarkibida tanin bor, temir dozi bilan olib chiqib ketadi. Endi u antinutrient bo'lganda yana boshqa narsalardan ham olib chiqib ketadi. Shuning uchun 2 yoshgacha choy bermaymiz. Keyingisi 1 yoshgacha sharbat bermaymiz. Nima uchun? Sharbat oldinlari bola 2 haftaligidan bir tomchidan sabzi sharbati, olma sharbati bo'lar edi. Lekin u nega unaqa bo'lar edi? Chunki u paytda urushdan keyingi davr bo'lgan, erkaklar kamayib ketgan, ayollar zavodlarda, fabrikalarda, dalalarda ishlagan va u paytda dekretlar 30 necha kun bo'lgan. Ya'ni hozirgidek ichili bo'lmagan. Bolasini naqalarga berib, o'sha qaraydigan joylarga ayollar zavodlarga ketishga majbur bo'lgan. O'sha paytda sigir suti o'zi berilgan. Ya'ni sun'iy aralashmalar tarixi unaqa katta emas hali. Sigir suti berilgandan keyin sigir suti izначально sigir bolasiga mo'ljallangani uchun bolalar juda ham raxitichniy, anemichniy, gipovitaminuz, A-vitaminozi kuchli bo'lib ketgani uchun ularga shu vitamin maqsadida bu narsa berilgan. Lekin bugungi kunda sun'iy aralashmalar ancha moslashtirilgan, sifatlari zo'r, ona sutiga yaqinlashtirilgan. Shuning uchun o'sha hojat yo'q. Endi nima uchun mumkin emas degan savol. Shunchaki, например, 1 choy qoshiq sabzini so'ki chiqishi uchun ancha sabzini churqidan chiqarishingiz kerak yoki soковыжималкада uncha sabzini 1 yoshgacha bola yeyavermaydi. Lekin so'kini lo'qotib ichib qo'yadi. Agar siz so'k chiqarib berib, yarim stakan bersangiz lo'q ichib qo'yadi, lekin uncha olmani yeyavermaydi. Ya'ni bu so'kda fruktoviy kislotalar, mikroelementlar va qolgan hamma ingrediyentlar bolani ehtiyojidan va imkoniyatidan ko'proq. Ya'ni buyragimizga ortiqcha mikroelement bizga kerak emas-ku. Nima qilamiz? Chiqaramiz. Bolani buyragiga qo'shimcha yuklama bo'ladi. O'shaning uchun so'k 1 yoshgacha berilmaydi. Nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldimi? Tak, 5-chi, endi shakar. Shakar, endi tuzga jasina o'zim bu shaxsiy o'sha fikrim qo'shinim, lekin Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ham, UNICEF ham, Espagan ham 1 yoshgacha shakar bilan tuzni ham tavsiya qilmaydi. 5-chi mahsulot sifatida o'zi okean balig'ini qo'shamiz. Endi O'zbekiston uchun bu uncha aktual emas. Biz okeanni juda uzoqdamiz. Daryo balig'i deb olsak ham kattaga. Nima uchun? Okean balig'i. Okeanga butun dunyoni fabrika zavodlari chiqindilarini tashiydi va o'sha og'ir metallar bilan baliqlar zaharlangan bo'ladi va bolamiz organizmi kichkina bo'lgani uchun u baliq orqali zaharlanish ehtimoli yuqori bo'lgani uchun okean baliqlari mumkin emas. Tushunarli. Zo'r ma'lumot. Bitta savolim bor. Men bu savol hamma ota-onalarga qiziq. Fobiya bu yana. Bola raddomda adashib qolish ehtimoli qanchalik ko'p hozirda? Siz mana neonatolog, chaqaloq bilan ishlaysiz. Qanchalik bu rost bola raddomda adashib qolish? Bizani yoshligimizdan qo'rqitishgan. Sen adashib qolgan bo'lsan, aka-ukalarimiz seni almashib qo'ygansan raddomda, sen bizani bolamiz emassan o'zi. Shundan qo'rqamisiz? Qo'rqitishgan. Bu borga, yo'q joydan paydo bo'lmagan. Qanchalik ehtimoli bor? Yo eshitganmisiz shunaqa hodisalarni, bolalar almashib qolgan raddomda? Endi hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin bunaqa narsani hech qachon ko'rmaganman. Agar bu atayin qilinmasa, naверное, случайно bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki oldinlari bo'lishi mumkin bo'lgan. Chunki oldinlari ya'ni bizga UNICEF kirib kelgungacha O'zbekiston mustaqil bo'lguniga qadar o'sha oldin bu sobiq ittifoq paytida bola tug'ilardi va ona bola alohida qolar edi. Ya'ni hamma onalarda palatasi alohida. O'sha paytlarni ko'rganman. Ya'ni tug'ruqxonalarda praktika qilgan paytimda 2-chi kursligimdan boshlab shunda hali tagliklar yo'q edi. Bolalar hammasi olib ketilardi, bolalar xonasi bo'lardi. Keyin onalar sutini sog'ib berardi. Hamma sutlar aralashtirilib, termostatga
palatkaga solinib, keyin yig'lagan bolaga beriladi. Shunaqa xalq aralashib ketganda, o'zi umuman olganda dinimiz asosiy maqsadi bu naslni tozaligi-yu, to'g'rimi? Poklik deganda nasl nazarda tutiladi. O'shaning uchun bizda balkim genetik kasalliklar ko'pdir deb ham o'ylab qolaman. Ya'ni o'sha sutlar aralashtirilardi, berilar edi. O'sha payti menimcha taxmin ko'proq bo'lgan. Lekin hozir bola tug'iladi, onani qorniga yotqiziladi, onani oldida qoladi. Mana ro'tzalda 2 soat yotgandan keyin palataga o'tsam, bolasini o'zi ko'tarib chiqadi. Hech kim uni bolasini ko'tarib olib chiqib bermaydi. O'zi 2 soatdan keyin hamma normal bo'lgan bo'lsa, ayoli 2 beti qip-qizil, soppa-sop dingillab olib tug'maganda keta olmaydi. To'yz bolasini oladi. Bolasi onasi bilan doim bo'ladi. Agar bu aten qilinmasa, naверное, ehtimol hozir judayam past bo'lsa kerak. Misol vaksina qilishga, bir narsa qilishga tekshirishga olib ketishadi-ku bolalar. O'sha xavotir bo'ladi. Ketmaydi, onasi billa boradi-ku. Kimga zaril kelibdi hozir chaqaloqni o'zi bilan ko'tarib yurish, bizni tug'ruqxonalarda ish shunaqangi ko'pki, lutf onasi o'zi ko'tarsin. Yo'q, unaqa qilmaydi. Onasi yonida turadi. Har bitta protsedura qilinayotganda onaga ma'lumot beriladi. Informirованный согласие orqali bo'ladi. Onasi ustida turadi. Bilmayman, 4 ta farzandimman. Biror marta bolamni oldimdan olib ketib, nimadir qilib kelishganini eslolmayman. Endi katta farzandim 20 yosh, kichkinam 5 yosh desak, 16 yil orasida tug'ruqxonaga borib turganman 4 marta. Hozir mana ruxsat olishadi. Har bitta protseduraga ruxsat olishadi deyapsiz. Yo'q, har bittasiga Mana shuni so'ramoqchi. xavflilarga olinadi. Vaksinaga olishadimi, yo'qmi? Birinchi tug'ilganda gepatit B, yana fohishalarga berishadi, desam, o'shanga ruxsat olishadimi, Birinchisi olishmaydi? fohishalarga emas, gepatit B bilan BCG qilinadi. Silga qilinadi va gepatit B ga qilinadi. Yo'q, bu vitamin K qilinadi. Endi u vaksinatsiya emas-ku, komplementatsiyaga. Ota-ona voz kechishi mumkinmi shu vaksinadan? Birinchi vaksinalardan Bu bunday olib qaraganda vaksinatsiya bu bepul tibbiy xizmat, O'zbekiston Respublikasida qilinadigan bepul tibbiy xizmat va ota-ona bundan voz kechishi mumkin, umuman qonuniy nuqtai nazardan. Endi shu vaksinatsiyada qarshi boradigan ota-onalarga ko'pincha shu narsani aytaman. Bu bola O'zbekiston bolasi. Xudo xohlasa ya'ni uni konstitutsiyaviy huquqlari bor. Hozir biz etiskiy, diniy bir narsalar chetga surib qo'ysak-da va bu uning huquqi. Siz uning uchun qaror qilayotganda vaksinatsiyadan qarshi bo'lib vaksina olmaslikka qaror qilayotganingizda siz uni bepul tibbiy xizmatdan foydalanish huquqidan mahrum qilyapsiz deb tushuntiraman. Umuman olganda shunaqa bo'lyaptimi? Misol uchun, yana nima? Misol uchun bu bolajon ulg'ayadi, skажем, там, я не знаю, там, Oksfordga kirdi, Kembridjga kirdi, qanaqadir topvi dunyodagi zo'r, qanaqadir juda aqlli bola bo'ldi. Qiz bolami, o'g'il bola. Bo'ldi, o'sha yerga ketaman dedi. Ketdi. Kirgizmaydi uni. Vaksinatsiyasi bo'lmasa kirgizmaydi. U ulg'aygandan keyin, chunki bunaqa situatsiyalar bo'lgan. Bitta patsient bor, ular Turkiyaga ko'chib ketgan, keyin u Amerikaga o'qishga kirgan. Unda ateyn emas, qaysidir vaksinalari qolib ketgan ekan-da, kirgizmadi uni, pulini ham to'lashgan. Har bitta vaksinatsiyani orasi qancha bo'lishi kerak? 28 kun kamida, правильно? U vaksinatsiyalar olgungacha u o'qishga bormagan hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Qanaqa stressda qolib ketdi. Bu bola o'ylaysizlar ota-onasiga rahmat vaksinatsiya qildirmaganinglarga deydimi? Sizlarni deb boshla u payt unaqa payti bo'ladi, men haqman degan payti bo'ladi. Paytimi bu tomoni bor. Endi vaksinatsiyaga я всегда qarshi emasman, naоборот, zaman. Lekin qarshi ota-onalar ham ko'p, kam emas. Barcha qarshi bo'lishiga sabab vaksinatsiyadan keyin bolani masalan temperatura isitmasi chiqishi yoki bo'lmasa o'zini noodatiy tutishi, og'riqlarni bo'lishi, menimcha ko'pchilik ota-onalarni noqulay holatga qo'yib qo'yadi-da, yoki bo'lmasa o'zlari xavotirli holatga qo'yib qo'yadi-da. O'shaning uchun vaksinatsiya qilgandan ko'ra deydi, qildirmaganim yaxshi deydi-da. Hozir ko'pgina propaganda videolar chiqib ketgan, vaksinaning oqibatida bolalar Kitoblar ham bor. kitoblar chiqib ketgan. Прививать или не прививать degan amal qilgan. Nima qilish kerakki, mana shu ota-onalar qo'rqmasligi uchun temperatura bu normal ekanligini, necha kungacha o'zi temperatura qilishi normal yoki og'riqlarni bo'lishi, mana shu narsalarni ota-onalarga qanaqa tushuntirib bersak, ular qanaqa qilib bemalol ishonch hosil qilib borib vaksina ola oladi. Agarda именно temperatura qilmasligini xohlasa, bemalol xususiy vaksinatsiya markazlarida olsin. U yerdagi vaksina temperatura bermaydi. Temperatura beradigan faqatgina pentavalent vaksina. Pentavalent vaksinaning tarkibida AKDS bor. Shu AKDSdan xalqimiz qo'rqadi. AKDSning ichida ko'klishni komponenti bor. Ko'k yo'talga qarshi komponent. O'sha beradi. O'sha bezovta qiladigan, oyog'ini shishiradigan, qizartiradigan, o'sha bez qilib qo'yadigan temperatura beradi. Faqat o'sha. Endi bizda Hindistondagi
Umuman bu vaksina poliklinikada Hindistondagi, xususiylarda Yevropanikini olib kelishadi. Xo'p, u bermaydi. Sifatida Yevropaniki haqiqat farqi bor. Частный bilan xususiy bilan poliklinikadagina sifatida bog'liq. endi sifati yaxshiroqligi ham deyishim to'g'ri emas, просто chut-chut boshqacharoq vaksina. Xo'p, endi lekin agar globalni oladigan bo'lsak, biz o'sha Hindistondagida bizni vaksina, u bizga yaqinroq. O'shani olganimiz yaxshiroq. Qaysidir shtammdan qilinadi-yu. Osiyo bizga yaqinroqda Yevropadan ko'ra. Umuman olganda bizga o'ylaymanki Hindistonda vaksinasi to'g'riroq keladi, ko'proq deb o'ylayman. No, balki bunday emas deb. Endi отказ qilish agar faqat bezovtalikdan bo'lsa, demak xususiy vaksinatsiya markazida borib olsa bo'ladi. Endi отказ qilishda boshqa narsalardan qo'rqayotgan bo'lsak, bu просто bilim yetmaganligida. Endi bizni ko'pincha ekspertlarimiz, ya'ni mutaxassislarimiz chiqib olib, ekspert bo'lmagan odamdaqa gapirmaydi-da. U o'zini prof deformatsiyasi bo'ladi. O'zini bilimini ichiga kirib ketgan har bitta gapi umuman tushunarsiz so'z bo'ladi. O'ta nima deydi? Termin ko'p ishlab o'sha tushuntirishi ham skучный professorlar bo'ladi. Dars ketsangiz uflab qiladigan. Shunaqa bironta ayol yoki bironta ota chiqib olib, yo bironta bloger, influencer chiqib olib, mana qanaqa qilib gapirsa, emotsiya bilan gapirganniki, analar o'sha tomonga ketadi. Shu o'ylaymanki, shunaqa. Просто balkim emotsional aktyorlarda rolga olib vaksinatsiya haqida gapirib, propaganda qilish kerak. O'zini normal belgilar qanaqa? Misol uchun, qaysi vaksina olib keldik, nima bo'lsa, xavotir olmasa ham o'tib ketadi, nima bo'lsa doktorga borishimiz kerak haqiqatda. Agar anafilaktik shokda, endi qo'rqadiganimiz anafilaktik shok, agar biz anafilaktik yo'q, allergiya emas, bu anafilaktik shok. Anafilaktik shok bo'lishi mumkin. Undan qo'rqsak, vaksina olganimizdan keyin yarim soat poliklinikadan ketmay turishga, yarim soat ichida beradi. Yarim soatdan keyin bermaydi. Yo'q, o'shaning uchun yarim soat turish kerak. Poliklinika ichida o'tirmasangiz, hovlisida aylanib yurib tursangiz bo'ladi. Agar juda ham xavotirli bo'lsangiz, u yerda hamma narsa bor. Adrenalin bor. Adrenalin hozir bormi? Biz unaqamiz ichida ro'yxatimizdan eng muhim dori vositalari ro'yxatida adrenalin yo'q, lekin bo'lish kerak. Vaksinatsiya xonasida bo'lish kerak. Adrenalin, Dex, gormon, hamma narsalar v prinsipi turadi. Ular bunga o'rgatilgan bo'lib, tez yordam ko'rsata oladi. Endi ozgina bezovta bo'lishi, issig'i chiqishi, oyog'i, o'sha inyeksiya joyi qizarishi, bir yoshdan keyin ham borki, revaksinatsiya, AKDSga bor. O'shanda u yurgan bola bo'ladi, oyog'ini 1,5-3 kun bosmay qo'yishi mumkin. Og'riq kuchli bo'lganda, cho'g'loqlarni bo'ldi, haligi ota-ona tugadi, medsestra xato qilib qo'ydi, yo'q. Bu vaksina o'zi juda og'riqli, ko'kilishning komponent hisobiga juda og'riqli. O'tib ketadi keyin. Shu. Qaysidir bolalarga issig'i chiqishi mumkin, qaysilarga chiqmasligi, bu ham normal holat, na samim deyli. Endi manaqa situatsiya bor. Vaksinatsiyaga borib oluvdik, o'shandan bolam burni oqdi, yo'taldi, keyin больницаga tushib qoldi, pnevmoniya bo'ldi deydigan holatlar bor. Ko'pincha nima bo'ladi? Poliklinikalar oldin детский poliklinika bo'lardi, взрослый bo'lardi. Bolalardagi kattalarga, hozir keyin umumiy amaliyot bo'lib qo'shib yuborgan. Vaksinatsiya bo'lgan kunlari boshqa hech kim chaqirilmasdi. Bizda tug'ilish ko'p bo'lgani uchun, masalan, bitta uchastkada 28 ta, 30 ta, 40 ta bola bor, bir kunda vaksinatsiya olishi mumkin. Unaqa uchastkalarda nechtada? Hozir unaqa emas, kattalar, bolalar hammasi kiradi. Chet elga borib kelganlar ham bor, shamollar yo'lda oldiga ham keladi. Узкий koridorlarda yurishadi. Bitta narsa ilashtirib ketishadi. Uyga borgandan keyin bir paytga to'g'ri kelib qoladi-da. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Shuning uchun nima tavsiya beraman? Sizda yolg'iz bormanglar vaksinatsiya olgani, kim bilandir boringlar, o'chiringiz bo'lib ketadi. Siz bola bilan hovlida aylanib yurasiz, qo'lingizda telefoningiz bor, например, adasi birga kirdilar, navbat oldilar, kutyaptilar. Bitta odam kirib ketgandan keyin, bitta joy vaqt qo'ygandan keyin sразу telefon qiladi, navbatimiz kelib qoldi. Tiq deb kiradi, oladi. Shu. Shunaqa qilib himoya qilsa bo'ladi. Ya'ni vaksinani o'zidan emas, vaksina olish jarayonida kasal yuqtirib olgandan bo'ladi ko'p ehtimol va shuni oldini olsa kamayadi. Masalan, qovat tomchi bilan yuqadigan infeksiya tez soatga ham rivojlanib ketishi mumkin. 2 soat, 3 soatda ham inkubatsion davri qisqa bo'lib, tez rivojlanib ketishi mumkin yoki 2-3 kun o'sha issig'i, AKDS issig'i berdi, pentavalent, endi uni issig'i tushgandan keyin burni oqib yo'tal boshlandi. Inkubatsion davri o'tib, kasallik prodromasi boshlandi desak ham bo'ladi. Hamma onani bu anaqasi nima deydi? Og'rig'ida, ya'ni aytaylik, emizayotgan paytda yoki emizikli onalarda masalan ko'krak og'rib qolmasligi uchun qanaqadir metodlar bormi? Nima qilsa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik onalar shunday shikoyat qiladi. Ko'krak uchi yorilishi
bu bor bizda, keyin vazospazm bor, ya'ni ko'krakni ichida og'riq bo'lishi mumkin, keyin laktostaz bor, mastit bor. Ya'ni har birida har xil og'riq bo'ladi. Ko'krak uchi yorilishda eng ko'p shikoyat qilishadi. Chunki bola ko'krakni to'g'ri olgan bo'lmaydi. Ya'ni bu narsani oldini olish uchun shunchaki bolani ko'krakka to'g'ri qo'yish kerak. Agar ko'krakni to'g'ri olsa bola, yorilish bo'lmaydi, bo'ldi. Endi yorilib ketgan bo'lsa, davosi 100% lanolin и bolani ko'krakka to'g'ri qo'yish. Lanolinni sursa-yu, lekin haliyam bola qanday tushuntirib bersamki, вот это ko'krakni uchi, вот bolani og'zi. Ko'krakni uchida juda ham ko'p nerv hujayralar bor. Bolani milki juda ham qattiq. Farzandingiz og'ziga barmoq solib ko'rganmisiz? Chaqaloq bilan. Dahshat-da. Kuch вообще super. Siz solib ko'rdingizmi? Hali samar. Solib ko'ring. Вообще dahshat. Sport И qilaman. u milki bilan shunaqangi qattiq ezadi, uchini yorib yuboradi. Bola emayotganda mana bunday ko'krakni olish kerak, areolasi bilan. Bolani onani ko'kragini uchi bolani tanglayini silliq joyi bor. Tilinglar bilan tanglanglar bunday yurgizinglar-da, teparog'ida silliq joyi bor. Past yumshoqroq. Silliq, yumshoq emas, silliq. O'sha silliq joyigacha yetib borish kerak. O'shanda og'riq ham bo'lmaydi, yorilish ham bo'lmaydi. Agar ko'krakni uchi mana endi tishinglarni tepasida tanglanglar tekizinglar g'adir-budir. Sezdinglarmi? Agar bola ko'krakni uchini olsa, o'sha g'adir-budir joyi ko'krakni uchida esa, har emganida o'sha joydan yorilib ketaveradi. Ko'krakka to'g'ri qo'yish orqali bu problemani hal qilamiz. Endi laktostaz yetarlicha suv ichmasa va masalan bitta onaga ko'krak yaxshi bo'shatib, keyin ikkinchisini berish kerak degan ekanman. Ertalabdan kechgacha bo'shamadi deb bir tomonida emizib turadi, bu tomon keyin laktostaz. Agar qolishi vaqti. agar noto'g'ri emizsalar, masalan bir tomoni kamroq, bir tomoni ko'proq emizib qo'ysalar, laktostaz bo'lib, ya'ni o'sha sut yog'li bo'ladi-yu, anavi ariqchalarda qotib qoladi, bu yog'idan sut kelaveradi, keyin og'riq bo'ladi. И kam suv ichsa, ayollar ko'pincha suv ichmay yurish, yuzlari ham yangi tuqqapti. Va jina. Mayatlari bunday qurishib qolgan sezdinglarmi? Qaramabsizlar yuzlariga даже. Yo, chunki suv ko'p ichamiz. Yaxshi ichirasizlar. Вот, suvsizlanib qoladi. Agar suv yetarlicha ichmasa, sut quyuqlashadi. Ana quyuq sut zo'r deyishadi, noto'g'ri. Sut quyuq bo'lishi kerak. Sut quyuqlasa laktostaz bo'ladi. Demak, yetarlicha suv ichib, to'g'ri emizib yursalar, bolani talabiga asosan u ham bo'lmaydi. Laktostaz bo'lsa, bo'lmasa mastetdan bo'lmaydi. И yana bitta narsa bor. Agar ko'krakda o'zida qanaqadir kistalar hosil bo'lib qolgan bo'lsa-da, yoki vazospazmlar bo'lsa, unda mammologga и сосудистый xirurglarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Unaqa narsalar ham bo'ladi. Hali boshida 15 kun 2 hafta og'riydi deysiz. 10-15 sekund. Qanaqa to'g'ri emizsa ham baribir og'riydi. Buni потому что nima desam ekan? Sizlarda bunaqa situatsiya hayotinglarda вообще bo'lmaydi. Ayollarda boshqa narsalar bilan ham keltirib berardim. Но yangi jarayon moslashib olgungacha слишком чувствительность yuqori. Bu normal holat. 10-15 sekunddan keyin o'tib ketadi. 10-15 sekunddan ham davom etsa, значит ko'krakka bolani to'g'ri qo'ymagan bo'ladi. Bu yerda endi uzoqda tushuntirib bersam bo'ladi. Boshida sut haqida gapirishganimizda bitta savolim bo'lib ketuvdi. Ba'zilar bor, nimaga bilmayman, nimaga ba'zilar shikoyat bilan kelishadi. Bolasi aynan kechasi yig'laydi. Masalan, kun davomida yaxshi-da, lekin aynan kechasi yig'laydi. Biror bir sababi bormi kechasi yig'lashini yoki kun davomida emganligi hisobida kechqurun gazlar to'planib qolib, kechasi masalan soat 12 dan 3 gacha yig'laydi. Boya tushuntirdingiz, prefrontal cortex yaxshi ishlamaganligi hisobiga, tormozlanish yo'q bo'lganligi hisobiga yig'laydi. Buni shu bilan bog'lasak bo'ladimi? Yoki rostdan ham gazlar to'planib qoladi. Kechasi Qanchalik bola? Savol. Masalan, chilla davrida aynan bitta ko'chaga chiqib kelgan bo'lmasin-da oila. Bir ko'chaga chiqib kelgan bo'lsa, hamma jinlarni yig'ib kelgan bo'ladi-da mahalladagi shuni hisob berayotgan. Bo'ldi, tushundim. Ya'ni bola yig'lashi kechasi masalan necha oylikkacha o'zi normal. Onalar kun sanashadi-da, 3 oy desam, masalan 3 oy bo'lishiga 1 oy qoldi deydi-da. Shu bilan o'tib ketadi kolikalar yoki boshqa. Siz aytdingiz kolika yo'q Yo'q, kolika tashxisi mana anavi anaqani rimskiy kriteriyalarda yangilandi-yu, unda kolika endi rasmiy ravishda yo'q. Endi bu infant distress sindrom deyildi. Ya'ni o'sh miya ichak o'shidagi defitsit unda olib qaraganda
Xo'p, ya'ni bu mo'mi ichida emasligini, miya bilan ekanligini ko'proq ko'rsatib beradi. И подход o'zgaradi. Kolika nomi bo'lganda og'riq deyilardida, hamma narsa og'riqqa qaratiladi. Endi bu infodistress sindrom deyilgandan keyin bizni fokusimiz miyaga qaraladida, boshqacharoq xatti-harakat qilinadi. Endi siz aytayotgan agar 3 oygacha deydigan bo'lsak, bu simpatik, parasimpatik asam-tizim bilan bog'liq bo'ladi. Kunduzi simpatik ishlaydi, tunda parasimpatik ishlaydi. O'zi hammani dardi tunda qo'zg'aydimi, tish og'rig'i, bosh og'rig'i, temperatura, bel og'rig'i, ya'ni ertalab turib yaxshi bo'lib qolasiz, kechqurun yana bo'lasiz, to'g'rimi? Eslab ko'ring o'zingiz. Вот, это simpatik, kunduzi simpatik ishlagani uchun bola har ko'zini ochganda это stressda, tushunyapsizmi? Nima uchun bola ko'p uxlaydi? Chunki uyqu paytida u tiklanadi. Nima uchun biz kamroq uxlaymiz? Biz asab tizimimiz yetilgan, biz o'zimizni o'zimiz tinchlantirib ola olamiz. Bola o'zini hali tinchlantira, o'shaning uchun unga tiklanishga ko'p vaqt kerak. Не то чтобы tiklanishga, вот o'sha stresslardan chiqib olishga. O'shaning uchun kun mobaynida ko'p uxlaydi. Endi kunduz simpatik buni silliqlab turuvdi. Tunduz parasimpatik ishda uni bunga kuchi yetmayapti-da. O'shaning uchun hamma dardi kunduzi ham o'sha narsa bor. U payt simptom bermaydi. A tunda simptom yo'q. Bu bir. Ikkinchi tomoni, bizni xalqimiz juda ham shamollab qolishdan qo'rqadi. Juda qo'rqadi. Ayniqsa kechqurun salqirov deyishadida, 2 qavat shapka, liqildog'i hali bitmagan bu yeriga bitta paxta qo'yishadi, qulog'iga bitta paxta qo'yishadi. Qorniga ichidan bitta narsa baylab qo'yishadi. O'zi bunday chak-chak oqib yotibdi. Yana bolani ustiga 2 qavatga ham shu yana bir narsaga o'rab qo'yishadi. Bolani o'pkasi atigi 80% ga ochilgan bo'ladi. То есть to'liq hali funksiyasini o'zi 1 yoshga yaqin-da, endi даже undan ham ko'proq дыхательный sistema, как qolgan sistemalar rivojlanadi. То есть 20% kislorodni qayerdan oladi? Teri orqali oladi. Endi bu terini biz cho'miltirib yog'lab qo'ygan bo'lsak, ustidan pritsepkalab kelgan bo'lsak, ya'ni 20 qavat kiyintirgan bo'lsak, bu teri qanday nafas olsin? Я всегда so'rayman, anaqa pampersini yechib qo'ysangiz, bola tinchlanadi, ha deydi. Ha, pampersni yechishda ishdan nima yechish kerak-ku? Tanasini 50% уже kislorod yaxshiroq yetib kelyapti-yu. И все, bosh og'riq kamayadi. Bolani holatiga tushish uchun boshinglarga korzinkani paketini kiyib olinglar deyman. Ozgina yursanglar, sizlar ham shunaqa bezovta bo'lasizlar, sizlar ham tunda uxlamay qo'yasizlar. Просто, bolani yengilroq kiyintirish kerak, yog'lash kerak emas, yog'lash nenadi quruq saqlaymiz. И xonani sal shamollatib, sal toza havoga aylantirib kelish kerak deb qimmatga olib, mana bu yog'larimiz, nemetskiy, uni surtib kechasi yotqizish demak kerak emas demoqchisizmi? Tanasiga yog' surtib. Конечно, bu bu teri nafas, buni o'tkazuv nima uchun biz bolalarda issig'i chiqsa spirtlamaymiz? Spirt tez Zaharli bo'lsin. Chunki terini shimuvchanligi yuqori, o'tkazuvchanligi yuqori. Shuning uchun biz yog'lasak hamma yo'g'ini yopib qo'ydik-ku, u chidab berdi, kunduzi simpatika payt, parasimpatika kelgandan keyin bo'ldi, o'zi uni ham kuchi qolmadi-da. Mana sizga bezovta bola. Shuning uchun biz mana ishlasanglar, sizlar qayerdadir ishlaysizlar, to'g'rimi? Agar 24 soat yoki 12 soat yopiq xonada bo'lsanglar, ventilyatsiya bo'lsa ham, tashqariga chiqsanglar, issiqroq bo'lsa ham, havo yaxshiroq-ku. Ertalabdan kechgacha skvoznak qilsak ham, ichkarida tashqaridaqa yengilroq havo bo'lmaydi-da. Bizni bolamiz yana +5 ichida iloji bo'lsa-da, 40 kun shu xonadan chiqmasa, Cho'milmasa, umuman. Da, shunaqa. Yo cho'milsa ham sirasi chilpillatib yog'lab qo'ysak. Mana shuning uchun agar shu narsalarni qilsak, Xudo xolasa tunda problema bo'lish kerak emas. И потом yana uyqu problemasi bor-da bu yerda. Uyqu problemasi shundaki, biz uyqumiz sirkat ritmga asoslangan. Ularniki ultradian ritmga asoslangan. Ya'ni mi tun kunga qaraymiz. Quyosh chiqdi, quyosh botdi. Ularda harakatga qaraydi. Va o'sha bolani uxlatishdagi xatti-harakatimiz ko'pincha noto'g'ri bo'lib qolganiga, ularda uyqusi shu tunu kun almashdi deyishadi-yu ko'pincha. Shunaqa problemalar ko'pincha shunda ham Masalan, qanaqa sirkadian bu tushunarli. Masalan, quyosh chiqadi, yorug'lik, biz bilamiz, uyg'onamiz. Ultradian bu harakatga, то есть bolajon uxlatishdan oldin, например, doim emizamiz yoki одинаковый harakat olish xil harakatlar qilish kerak ekanda. Shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloqda uyg'oqligi payti qisqada, u masalan uyg'ondi, o'zigina harakat qildi, такой живой bo'lib qoldi-da, keyin sekin passivlashdi-da, bitta nuqtaga qarab qoldi. Ozgina keyin yana aktivlashib ketdi. O'sha passivlashib bitta nuqtaga qaraganda 5 minutda uxlaydi. Agar shu payt o'tkazib yubordik, hozir qozonimni qovurib olay, dazmolimni qilib olay, uni qilib olay dedikda, bo'ldi, o'tib ketdi. U yana vторой дыханияsi ochilib qoldi, lekin o'sha asab tizim shunaqa zo'riqib ketadi, uxlab ola olmaydi. Bu necha yoshgacha bo'ladi shunaqa?
bolalarda o'rtacha emas, har xil manbalar har xil beradi. Bolalarda bu melatoninga bog'liqku uyqu gormoni kattalarniki kabi anaqaga levelga 2 yoshdan 4 yoshgacha yetadi. То есть 2 yosh bilan 4 yosh oralig'ida уже bola kattalar kabi uxlashni boshlaydi. Ya'ni sirkat ritmga o'tadi. U paytgacha uyqu rejimi buni sizlar haqida o'ylash kerak emas. U постоянно change bo'lib turadi, o'zgarib Birda turadi. uxlasa ham, ikkida uxlasa ham, nima kechasi Yo'q, ikkida birda ham uxlasa ikkida uxlasa ham emas. Biz ivoqli paytini to'g'ri tashkillashtirsak, uyqu paytimiz to'g'ri bo'ladi. Shunaqa qara. Просто shu zo'riqtirmasligimiz kerakda asabni. Oxirgi savolim bor, bir savol bermayman. Bizada xalqimizda shunaqa zo'r gap bor. Qanchalik to'g'ri yo'ling siz aytasiz. O'g'il bola ko'p emadi, ko'p ovqat yeydi. O'shaning uchun o'g'il bolani ko'p emizinglar, iloji bo'lsa emizib turib orasiga smes berib yuboringlar degan gap bor. Bu qanchalik to'g'ri? O'g'il bola bilan qiz bola bir xil emadimi yoki haqiqatda ilmiy jihatdan tasdiqlanganmi? O'g'il bolalar, o'g'il jinsdagi chaqaloqlar ko'proq ovqat yeyishi, ovqat talab qilishi. Umuman olganda haqiqatda ham o'g'il bolani ehtiyoji ko'proq bo'ladi. O'zi mana bu vazn anaqa ko'rsatkichlarini, bo'y ko'rsatkichlarini qaraydigan bo'lsak ham bir xil oyda o'g'il bolalarniki sal ko'proq bo'ladi. Bu normal holat. Lekin smes berish emas. Ya'ni birinchi farzand o'g'il yoki qiz bo'lsa, keyingisi o'g'il yoki qiz bo'lsa ham shu ona shu bolani to'liq ehtiyojini qoplayoladi. Ya'ni sizni sutingiz yetmayapti. Bolamiz qorni ochyapti. Keling smes tiqamiz. Qo'chqordek bo'lmayapti bolamizni smes berishadi-ku, shu qanchalik to'g'ri? Smes berish, sun'iy aralashmani berishi xavflarini bilishmaydi-da. Aralashtirib bersa, ona Yo'q, suti bilan. umuman olganda agar yetmayotgan bo'lsa, bunaqa variant bor. Rostdan yetmaydi. Chunki bor ayollar juda ham kam foiz, 5% gacha maksimum. Endi har xil manbalar, har xil raqamlar beradi. Lekin mana necha yildan beri 2005-yilda institutni tamomlagan bo'lsam, necha yil bo'ladi? 21 yilmi? 21 yildan beri haqiqiy suti yetmaydigan ayollar buni по пальцам посчитать ko'rganman. O'zimni faoliyatimda unaqa ko'p emas, lekin bor. Yo'q degani emas, ularda gipoplaziya bo'ladi. Ya'ni sut bezining gipoplaziyasi bo'ladi. U maksimum harakat qilganda ham bolani ehtiyojini qoplab bera olmaydi. Shunda biz emizishni davom etamiz. Qolganiga yoki enaga topamiz. Ya'ni UNICEFda o'zini prioritetlari bor. Agar bolaga sut yetmayotgan bo'lsa, vazn yaxshi qo'shmayotgan bo'lsa, shu ona o'zini sutini sog'ib beradi. Emizgandan tashqari. Bu narsa o'xshamasa mana bizda gipoplaziya bor. Ikkinchi ustuvorlik enagada bo'ladi. Ya'ni biz boshqa emizib beradigan ayol topib berishimiz kerak yoki sutini sotib olishimiz yoki tam opa singil tam qiyomatli bo'lamizda. Bu ikkinchi va bu ham bo'lmasa biz tog'da uchida yashaymiz, atrofimizda bitta ham qo'shnimiz yo'q. Hamma babushka, dedushkalar shunaqa paytda sun'iy aralashma berishimiz Oxirgi mumkin. variant. Bu evidence based, ya'ni tibbiyotda ustuvorlik sun'iy aralashmada emas. Lekin 100% unga qarshi emasman. Haqiqatda bo'ladi vaziyatlar, например, onada onkologiya bor. Onada haqiqatda emiza olmaydigan infeksiyani tuzatib yuborsa bo'ladi. Это не проблема, lekin bor shunaqa holatlar og'ir ximioterapevtik naqalardan oladigan bo'lsa, emiza olmaydigan holatlari bo'ladi. Yoki ona yo'q o'zi. Bola tug'ildi, ona nobud bo'ldi. Bunaqa holatlar borki, shunaqa paytda biz enaga topa olmasak, sun'iy aralashma bizni qutqaradi. Или у мамы ВИЧ. Или открытая форма туберкулеза. Infeksiya degani. Buni nazarda tutdingizmi? Всё bo'ldi, tushundim. Keyin uzr, mani nazarimda bilmadim. Men hozir ko'chaga chiqsam, bolalarga, masalan, kolyaskadagi bolalarga qarasam, juda ham qanaqadir ko'tarib ketganda edi. Men uchun yo'q balki shunaqa tuyulayotgandir. Oldingiga qaraganda bolalar juda ham katta. Hozirgi Ortiqcha vazni bor demoqchisiz. ortiqcha vaznda hozirdan bor-da bolalarda. Qanchalik bola katta bo'lsa, ota-onani shunaqa tushunadi, bola shunchalik sog'lom, shunchalik baquvvat bo'ladi, shunchalik infeksiyaga chalinmaydi. Nima uchun bunaqa tushunadi? Buni tushuntirib berishi mumkin? Men shuni so'ramoqchi edim. Nega unaqa masalan va kasha yegan bola masalan oddiy onani emgan boladan ko'ra hozir ko'proq statusliroq bo'lib qolgan. Ya'ni uni puli bor, u kasha ichadi, shuni hisobiga nima baquvvatroq, kuchliroq degan tushuncha bizga keng tarqalib ketyapti onalarimiz orasida. Shunchalik aytdimki, yig'lagim keldi deb, что biz bu urushda yutqazdik allaqachon deb. Sun'iy aralashmani ishlab chiqaruvchilariga allaqachon yutqazdik. Endi nima uchun baquvvatroq, yaxshiroq deb, sog'lomroq deb tuyuladi? Chunki bu avlod-avlodga o'tib kelyapti. Qachondir o'sha ikkinchi jahon urushi bo'lgan. Ya'ni ko'p erkaklar ketgan, ochlik bo'lganda, hamma juda ham qultiriq bo'lganda, sal eti bo'lsa,
Demak, yaxshi ovqatlanadi, значит, u sog'lomroq. Kofeksiya bo'lmaganda, shu nuqtai nazardan bu endi avloddan avlodga o'tib, yaxshi yesa baquvvat bo'lsa sog'lomroq hisoblangan. Lekin mana bolalar milliy tibbiyot markazida biz bir necha oy check-up qildik, hozir ham davom etyapti. Ya'ni tug'ilgandan boshlab 18 yoshgacha bolalarda profilaktik ko'riklarni o'tkazdik. Afsuski, haqiqatda semizlik ko'p. Semizlik ko'p. Qo'rqinchli, ya'ni 10 yosh bolalar kelyapti, 54 kilomi, u 64 kilo. Bunday qarayman, qizaloqlarim, o'g'il bolalar qo'rqib ketyapman. 10 kilo mendan ko'p-da. Bo'yi почти mendaqa yoki mendan pastroqda, lekin qo'rqib ketyapman. Sun'iy aralashma ichganida aslida oshqozon osti bezi ortiqcha yuklama bilan ishlaydi. Ona sutida unaqa emas. Ona sutida aytdimki boya 40 kunda to'yinish hissi paydo bo'ladi. Shunaqa tadqiqot bor. 2 yoshli bolalarda ko'rishgan. 2 yosh va 2 yoshdan katta bolalarda ona sutidagi aralashdagi va to'liq sun'iy aralashmadagi bolalarda ko'rishgan. To'yinish hissi qanchada qorni to'yadi, biladimi yo'qmi? 100% sun'iy aralashmada katta bo'lgan bolalar to'yganini bilmas ekan. 2 yoshdan boshlab katta bolalarda ona sutidagi bolalar to'yganini bilar ekan. To'ygandan qoladi bu narsa. Ya'ni bu oxir oqibat ozuqa-xulqi buzilishiga olib keladi. Ya'ni neyropsixologlarimiz ish bo'ladi. Avvaliga ular pediatrga keladi. Ulg'aygandan keyin yo'q, doimo suv ichsam ham semiraman, nafas olsam ham semiraman deydiganlar bor-ku, ozuqa-xulqi buzilishi bo'ladi. Вот o'rtadagi smeshanniy deb bo'lganlar, ya'ni ham ona suti, ham sun'iy aralashma ichganlar bu nisbatan yaxshiroq bo'lgan. То есть ona sutidagi gormonlar bolani o'zini gormonlari yetilib olgungacha buni kontrol qilib beradi. Zo'r-ku bu. Semizlik bu bolaligida do'mboqqina shiringina bo'ladi, xolos. Ulg'aygandan keyin unda ortiqcha vazn nimaga olib keladi? Qandli diabetni ikkinchi turini xavfiga olib keladi. Hozir har ikkinchi odamda qandli diabet. Amerikaga borib havas qilish kerak emas. Koreyada ham ana bu K-poplar hammasi ozg'in bo'lgani bilan ular qanaqa jo'skiz yetadi. Koreyaning o'zini xalqini ko'rsangiz, ular ichida semizlik rosa ko'p. Yosh avlodida semizlik ko'p. Yurak qon tomir kasalliklari, bu infarktlar, bu insultlar bo'lajak kardioxirurglarga, intervension xirurg, kardiologlarga ishda hammasi stent qo'yilgan, hammasi yuragiga insult bo'lgan. Hozir kecha bitta konferensiyada ishtirok etdim. Miyani ateroskleroziga ham stentlar qo'yishyapti-da. O'zbekistonda chitki qilishyapti. Ana ularga rosa ish bo'ladi. Bepushtlikka olib keladi undan tashqari. Agar erta boshlangan semizlik bepushtlikka olib keladi. Я согласна. То есть bu xalqimiz buni tushunmaydi-da. Hozircha tushunmaydi. Ya'ni целый bitta pokoleniya keladi, shunaqa do'mboqqina bolalar ulg'ayadi, sizlarning yoshinglarga keladi, o'zini ustida ishlab, nega bunaqa kasalman, nega bunaqa kasal, buni o'rganib chiqib, keyin ular chiqib bunaqa gapirishni boshlaydi, bolalariga aytadi. Keyingi pokoleniya o'sha ona sutiga baribir oxir oqibat qaytamiz. Baribir qaytamiz, endi orada yo'qotishlar bo'ladi-da. Bolalarni, ayniqsa mana tug'ilgan chaqaloqlarni aytaylik, chilla davrida bizlarni xalqimizda ko'pincha cho'miltirishmaydi. Nafaqat chilla davrida, chilladan keyin ham bola cho'milsa tez-tez shamollab qolish bilan assotsiatsiya qiladi. U bolada xuddi cho'miltirsa u kasal, ya'ni suv bir kasallikdek tushuniladi-da. Nima degan bo'lardingiz ota-onalarga, masalan, qanchalik tez-tez bolani cho'miltirib turish kerak, cho'miltirib turish bu rostdan ham kasal qiladimi yoki yo'qmi? Yoki kasallikni oldini olgan bo'lamizmi? Mana shu haqida ozgina. Xo'p, umuman olganda bir haftada yoki oyda qancha cho'miltirish kerakligi haqida hech qanday tadqiqot yo'q. Chunki qidirganman buni. Chunki onalarga onalik haqida darslar o'taman, shuning uchun buni qidirganman. Unaqa rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin 2000 nechinchi? 2000 shu 10-yilda sal oldinrog'ida Agayoda, Amerikaning Agayo qaysidir katta tug'ruqxonasini o'zini tadqiqoti bo'lgan ekan va bolani 8 soatdan keyin cho'miltirish, tug'ilgandan keyin uni immuniteti yaxshiroq shakllanishiga olib kelishi bo'yicha ularda rosa ham yaxshi bitta statyasi bor edi, o'qiganman. Ya'ni cho'miltirish aniq immunitetni yomonlashishiga olib kelmaydi. Endi tak fiziologik gapiradigan bo'lsak, chaqaloqni cho'miltirish bu yaxshi. Nega? Chunki bizning bolamiz 1 yilda bir necha baravar massasini oshiradi, ya'ni vaznini 3 baravarda. Bir oydan aytaylik 3 oylik bola, 3 kiloli bola, misol uchun 4 kilo yo 4,5 kilo bo'lishi mumkin. Bir oyda kattalar nazlida qaraydigan bo'lsak, 50 kiloli odam 1,5 oydan keyin qancha qo'shgan bo'ladi? 75 bo'lib qolgan bo'ladi. Tasavvur qiling, 54 kilo, bir oydan keyin 75 bo'ldim. Qancha kelasiz?
taxminan sizdaqa bo'lib qoldi. No, sizdan salkam-roq. То есть это страшно, да? То есть bola shunaqa tez o'sadi, terisi ham tez o'sadi. Uni tez-tez cho'miltirishimiz o'lik epidermisini tezroq tushib ketishi, uni terisida poralar orqali boya gapirib o'tdim, 20% ga kislorodni oladi, u yaxshiroq nafas olishi, bosh og'rig'i kamayishi, tinchroq uxlashiga olib keladi. Lekin shamollamaydi. Shamollash uchun nima kerak? Infeksiya kerak-ku. Infeksiya o'chog'i bu kasal odam bo'ladi yoki sog'lom tashuvchi bo'ladi. Bolajonimiz shamollab qolmasligi uchun chaqalog'imiz biz uni cho'miltirmaslik emas. Biz adamiz ishdan kelsalar, bolani ko'tarishdan oldin bitta yuvinib chiqishi, og'iz burunlarni g'ara-g'ara qilib chayishlari kerak bo'ladi. Men o'g'lim tug'ilganda, adajon yana qaynotamlar shunaqa qilar, ko'chadan kelsalar yuvinib chiqib, shu g'arg'ara qilmagan bolaga yaqinlashmasdilar. Umr yo'ldoshimga ham ruxsat bermasdilar. Idi, oldin yuvinib kelasan, keyin bolaga. То есть ular biz uyda o'tirardik, ular ishlardilar. Biz har xil odamlar bilan kontaktda bo'lamiz. Bola ko'chada bo'lmasa doktor emaslar. Shunaqa yaxshi traditsiya bo'lgan. O'shaning uchun uyimizga mehmon kelsa, kelinman, bu oyijonim, adajonimga katta rahmat. Uyimizga mehmon kelsa, agar ular ichida shamollaganlar bo'lsa, qo'limda kichkina bola bo'lsa, xizmatga ham chiqarmasdilar. Bo'ldi. Shu ular ketgandan keyin chiqasizlar. Shu bolani asrash uchun kelinini ham xizmatga chiqib bo'lmasa, qani o'zlari xizmatda bo'ladilar. O'ylaymanki, agar bu narsani tushunish, to infeksiya o'chog'i, ya'ni mana boshidan qovurdoqlar haqida gapirdik-ku, oilaga yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'rgani kelish вообще noto'g'ri. Chunki bu paytda chilarning ichida ona bola bir-biriga moslashish kerak. Shu oilani bakteriyalari bu bolaga xavfsiz bo'ladi. Lekin любой boshqa oiladagi bakteriyalar bu bolaga xavfli bo'ladi. Bola o'ziga kelmagungacha bu narsa qilish kerak emas. Shamollamasligi uchun uyimizga kelgan mehmonlar ichida shamollaganlar bo'lsa, oldiga chiqmaymiz. Yoki telefon qildi, например, qayni singil kelyapti. Yo'talyapmiz. Kelma deyish kerak. Meni oyijonim shunaqa qiladilar. Qizim kelmay tur. Yo bo'lmasa biz shamollagan bo'lsak, biz ichida shamollaganlar bor, bolalaring yo'qib qoladi. Kelmay tur deb ayta oladilar. Menimcha oilani kattalaridan bu narsa boshlanishi kerak. Shunda yo'qadi. Anovi qayni singil kelib ketdi, uni bola shamollagan edi. Bu chaqaloq shamollab qoldi. U cho'miltirgan aybdorda. Lekin qaynisida qilgan yo'talgan bolasi hech narsa emas. O'zi tuzal bo'luvdi, faqat ikkita yo'talyotdi, xolos bo'ladi. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Biz anovi uyga yangi kelin kelsa, tog'asi avariya bo'lib ketgan bo'lsa, kelinda qadami yoqmadi bo'lgandek gap bo'ladi. Masalan, bizani ko'p onalar kuzatib turishibdi. Onalarning katta og'riqlaridan biri bu, masalan, birinchi farzand tug'ildi, 4-5 oy emizdi-da. Undan keyin aytaylik, homilador o'zi qancha muddat bo'lishi kerak? Normada homilador bo'lmay turishlik uchun bitta bolani kattaroq qilib olish kerakmi yoki sutda uzilishlar bo'lib qolmasligi uchun, bola yaxshi rivojlanmay qolmasligi uchun, ya'ni orada qanchadir muddat bo'lishi kerakmi, normasi qancha? Bu haqida qanaqa fikrdasiz? Endi ginekolog emasman. Shuning uchun ginekologik nuqtai nazardan bunga bu savolingizga javob bera olmayman. Endi albatta bolani ona suti bilan oziqlantirishni yakunlagandan keyin, masalan 2 yoshda yakunlagan bo'lsa, hech bo'lmasa 1 yil o'zida tiklab bo'lgani yaxshi. Ya'ni bizning davlatimizda 3 yosh deyiladi bolalar orasida. Endi мы предполагаем, но не располагаем же, да? Xudo bergan bo'lsa, ba'zida saqlangan bo'lsa ham ish bermagan bo'lishi mumkin. Homiladorlik yuzaga kelgan bo'lsa, emizikli ayolni homilador bo'lishi va emizishni davom etishi na o'ziga, na homilasiga, na emayotgan bolasiga zarar qilmaydi. Это уже ilmiy isbotlangan. Orasi yaqin bo'lib qolib, ikkita bola yuz ko'rishgandan keyin ikkita bolani, ya'ni bittasi aytaydi 1,5 yosh, bittasi chaqaloq, ikkalasini teng emizish mumkin. Bu tandem emizish deyiladi. Bu ham mumkin. Faqat sharti ona yetarlicha dam olishi va sifatli oziqlanishi kerak. Bu sharti. Ya'ni nima bo'ladi? Ko'p ayollarda mana emizayotdi va homilador bo'lib qoldi. Sut keskin kamayadi. Ozgina massasi o'zgaradi. Chunki onani organizmi unda ustuvor yo'nalish kichkinaga bo'ladi. Homilaga yo'nalish bo'lgani uchun sut avtomatik kamayadi, mazasi o'zgaradi. Shuning uchun bola ko'proq niqishni boshlaydi, ko'proq yopishib, oldin chiqardi, qonim qaqqa ketdi bu sut deydi, yana ham ko'proq yopishib yemishni boshlaydi. Tushundingiz-a? Вот, shunaqa paytda progesteron hisobiga, ya'ni homiladorlik gormonlari boshlanadi. Nima bo'ladi? Чтобы homila tushib qolmasligi uchun bachadan расслабиться qilish kerakmi? Bachadan gladkaya muskulaturami? Qon tomirlarimiz ham gladkaya muskulaturami? Ular расслабиться qilgandan keyin
davleniya tushadimi? Davleniya tushgandan keyin nima bo'ladi? Va odam holsiz bo'ladi. Uyqusi kelaveradi, ko'ngli ayniydida. Shunaqa payt o'zini judayam holsiz ganda emizayotganim mani holsiz qilyapti deb o'ylaydi. Lekin emizmasalar ham homiladorlikni boshida holsiz bo'ladi-yu. Depressivniroq bo'ladi, holsizroq bo'ladi. Bu tushuntirib bermoqchimanda. Endi ya'ni ikkalasini emizish ham hech narsa qilmaydi. Sut o'zi avtomatam kamayadi. Zato agar bola emib yurgan bo'lsa, o'g'il suti kelib olishi, ko'krak ichi yorilishi bunaqa problemalar bo'lmaydi. Unaqa ayollar esa ko'p, ikkita bolasini teng emizgan, ungacha bola 2 yosh bo'lib qoladi, yaxshi bo'ladi, katta bo'ladi, u bilan gaplashish mumkin bo'ladi, bola tug'iladi, gaplashib, unisini ayirib, unisini emizib ketaveradi. Emizayotganda ham prioritet kichkinaga bo'ladi. Ya'ni kichkinani ehtiyojiga yarasha ko'proq sut chiqaradi. Yoki bo'lmasa ba'zi ayollar bir tomonida kichkinani, bir tomonda kattasini emizishi ham mumkin. Shunda ikkala tomonda ikki xil sut ishlab chiqariladi. То есть женский организм это уникум. Mo'jiza. Sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Men o'ylayman ko'pchilik ota-onalarga xalqimizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sut bo'yicha, undan tashqari vaksinatsiyalar bo'yicha Ancha miflarni miflarni ham yopishga muyassar bo'ldik. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. sog' bo'ling. Tavbaga rahmat.